Süleymanov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Kommentariy yozinglar. Minglab kommentariy yozinglar. Buni prezidentimiz o'qiyapti, ko'ryapti va shunga ko'ra qarorlar chiqaryaptilar. Prezidentimiz aytayaptilar, o'zimizni kontentni yarataylik deyaptilar. O'zimizni kontent juda bilib gapirgan ekanlar. Tanqid bo'lsin, asosli bo'lsin. Xalq tinchligi uchun, shu mahalla uchun, yurt uchun, shu prezident qarorini ijrosini ta'minlash uchun xizmat qilsin. Like bosinglar. Mana tepada podpisatsiya qilinglar. O'sha podpisatsiya qilganlardan keyin kommentariyalarni yozishinglar mumkin, o'qib javob beraman. Mana 2025-yil 1-iyuldan xudo xolasa mana pensiya oshadi. Pensionerlarning pensiyasi oshadi. Oylik 1-avgustdan oshadi 2025-yil. O'sha uchun mana hozir savol javoblar qilamiz. Nimaga? Go'sht, kommunal xizmati 200 limit, gaz, svet, kommunal xizmati oshgandan keyin pensionerlarimiz, o'sha budjet tashkilotidagilar, davlat korxonalarida ishlayotganlar, o'qituvchilar, o'sha mediklar, o'sha budjet tashkilotlari haqiqatan yashash minimumi o'sha yashash savatchasiga yetish kerak. Mana shu 2025-yil 1-iyuldan pensiya oshadi. 2025-yil 1-avgustdan budjet tashkiloti, o'qituvchilar, o'sha davlat xodimlarining oyligi oshadi. Yana shu yerda bitta taklif aytib ketardimki, mana shu 30 million, 40 million, 60 million, 100 million oylik olayotganlarniki bu juda yaxshi oshyapti. 10% o'sha oylik ish haqqi agar 60 million bo'lsa 6 millionga oshyapti. Lekin 1,5 million, 2 million, 3 million yo 5 million oylik olayotganlarnikini menimcha 50% ga oshirish kerak. Bu meni taklifim. O'zi deputatlar, qonunchilik palata, Oliy Majlis, o'sha bosh vazir shu prezidentga shu qo'l qo'ydirganini olib kirayotganda eng qiynalayotgan 700 ming, 800 ming nafaqaga yashayotgan pensionerlarni, nafaqaxo'rlarni birinchidan o'sha 700 ming, 1,5 million yo bo'lmasa 2 million pensiya olayotganlarnikini 50% oshirish kerak. Nimaga? Mana ko'pchilik 5 million pensiya olayotgan bo'lsa 500 ming qo'shilyapti. 700 ming olayotganlar 700 ming olayotganlarga 70 ming qo'shilyapti. O'sha uchun balans ushlash uchun o'sha ayrim butun umr yoshini, kuchini, qudratini butun davlat organlarida, davlat korxonalarida, budjet tashkilotlarida o'sha butun umr o'sha ishlab 600 ming, 700 ming o'sha pensiyaga chiqqanlarniki menimcha meni taklifim bo'yicha agar 10% oshsa, agar 700 ming olayotgan bo'lsa 70 mingga oshyapti. 3 milliondan 5 milliongacha pensiya olayotganlarniki bo'lsa 10% bo'lsa 500 mingga oshyapti. Demak, 700 mingga pensiyaga yashayotgan odam 70 ming qo'shilsa bu juda значительный emas. Bu yana tabaqalanishga, yana kambag'alligicha yetishmovchilikka o'sha 700 ming pensiyasi yetmagani uchun qiynalib yurgan pensionerlarimizga 10% qo'shilayotganiga avvalambor rahmat, Xudoga shukr. Lekin 3 million, 5 million pensiya olayotganlarga 500 ming qo'shilyapti-da, 700 ming zo'r kunini ko'rib yurganlarga 70 ming 10% qo'shilyapti. Meni shaxsiy deputat sifatida, sobiq deputat sifatida o'sha davlat korxonalarida, davlat tashkilotlarida, budjet tashkilotida ishladim va deputatlik faoliyatimda har bitta xonadonga kirsam, go'sht yemayotgan xonadonlar bor. Oyligi yeb ichishiga
dori darmoniga yetmayotgan pensionerlarimiz, nafaqa huquqlarimiz bor. Axir hammamiz ham ertaga pensiya yoshiga yetamiz. Pensionerlarni, bizani ota bobolarimizni, onalarimizni agar bizni o'ylamasak, hozir qaror qonunlar chiqarmasak, hozir shu tuman deputatlari, hozir yosh g'ayratli tuman deputatlari, viloyat deputatlari, Oliy Majlis deputatlari, Senat, o'sha davlat organlarida ishlayotganlar ertaga sizlar ham qaraysizlar. Nafaqaga chiqasizlar albatta. Nafaqa yoshiga chiqish bu hammaga ham emas, o'sha nafaqa pensiya pulini olish. Lekin adolat tarozini agar qilishdan agar aniq qiladigan bo'lsak, mana misoli 3 million pensiya olayotganlarniki 300 mingga oshyapti, 10%. Bu yaxshi. 5 million pensiya olayotganlarga 500 ming oshyapti. Bu yaxshi. Lekin 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga 70 ming, 80 ming oshishi bu juda kam. Ana shuning uchun o'sha balans anaqasini qilish uchun o'sha kam 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga iloji bo'lsa shu 100% oshirish kerak ular. Hatto 700 ming olayotganlar 1 million 400 olsin xatyabi. Mana shunda salgina balans bo'lardi. 700 ming pensiya olayotganlarga 100% pensiyasini oshirsak, shunda bor yo'g'i 1 million 400 bo'lar ekan. 700 ming yetmayapti. Go'shiga, kommunal xizmatga, 200 kilovatga hammamiz qaraymiz. Hammamiz shu pensioner nuroniylar yoshiga yetishimiz kerak. Lekin hozir yosh navqiron bo'lib turib, shu qonunlarni, qarorlarni shu prezidentimizga olib kirayotganda bosh vazir bo'ladimi, tuman, viloyat, Oliy Majlis deputatlari bo'ladimi, ertaga sizlar ham shu ota-onalarni xuddi shu kuniga tushasizlar. Xuddi shu qiyinchiligiga, oylab, yillab go'sht yemayotgani, yo dori darmoniga yetmayotgani, o'ziga yetmayotgani haqida albatta shuni tushunasizlar, no kech bo'ladi. Men o'sha sobiq deputat sifatida o'sha aholini ichida yurib, xalqqa muomasini o'rganganim tufayli shu prezidentimizga shu farmoyishga qo'l qo'yayotganda 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga 100% oshirish kerak. Demak, 800 ming pensiya olayotgan bo'lsa, xatyabi 1 million 600 ga oshadi. Hozirgi 10% ga agar oshgan bo'lsa, 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga 10% oshayotgan bo'lsa, 70 ming, 80 mingina oshyapti. 100 ming emas. Mani taklifim xalqqa ichida, xalq vakili, xalq saylagan deputat sifatida men aytardimki, o'sha 3 million, 5 million pensiya olayotganlarga 500 ming, 300 ming oshyapti. Bu juda yaxshi. Nimagaki 2 kilo go'sht kelar ekan shu oshgan pensiyasiga. Lekin 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga 10% hozir oshirayotgan bo'lsak, 700 ming olayotganga 70 ming, 800 ming olayotganga 80 mingina oshyapti. Baraka topinglar. Men aytardimki, 700 mingdan 800 minggacha pensiya olayotganlarga 100% pensiyasini oshirish kerak. Bu degani 800 ming pensiya olayotgan xatyabi 1 million 600 pensiya olsa, sal-pal 200 limitiga, kommunallar xizmatiga xatyabi ota-onalarimiz, o'sha nuroniylarimiz xatyabi go'sht yemayotganlar go'sht yerdi, dori darmoniga yetmayotgan dori darmoniga albatta hammamiz qaraymiz. Shuning uchun bu pensiya nafaqasi bo'yicha meni taklifim, endi budjet tashkilotlari 1,5 million, 2 million, 3 million bor, ana 5 million oylik olayotgan bo'lsa, 10% oshayotgan bo'lsa, 500 mingga oshyapti. Yaxshi bu. Sal bo'lsa ham bu prezidentimizga ming rahmat. Mana shu xalqimizni mana bu hozir global qiyin paytda narx-navlar oshayotgani, ayrim xonadonlarga yetishmovchilik bo'layotgani uchun bu juda yaxshi. Lekin shu yerda ham men aytardimki, o'sha 1 million, 2 million, 3 million pensiya olayotganlarga ham agar 100% olsa, xatyabi shular 6 million budjet tashkilotlarida ishlayotganlar xatyabi oyligi 6 million, 7 million, 10 millionga chiqsa yaxshi bo'lardi. Mayli, ana 60 million, 70 million olayotganlar mayli 10% bo'lsa, mayli 10% oshayotgan katta oylikka 10% bu yaxshi. Lekin oyligi 3 million,
4 million 5 millionliklarga agar 100% oshirsak va ularni 10 milliongacha byudjet tashkilotining oyligini oshirsak, bundan ham yaxshi bo'lardi. Bu meni taklifim, nimagaki xalq ichida juda ko'p yuraman. Misoli go'sht, gaz, svet, kommunal kundan kunga oshib boryapti. Yilda bir marta pensiya oylik oshyapti 10% ga. Go'sht narxi 100% ga oshayotgan bo'lsa, benzin, kommunal 200 limit oshayotgan bo'lsa, yashash minimumi pensionerlar, nafaqaxo'rlar, byudjet tashkilotlari sal, o'qituvchilar, doktorlar sal qiynalib qolyapti. Shu taklifni agar siz o'zgartirishga haqqimiz bor, taklif berishga ham haqqimiz bor. Bu konstitutsiyada ham yozib qo'yilgan va deputatning maqomida ham yozib qo'yilgan. O'sha jamoatchiliklar buni yoritish kerak, jurnalistlar yoritish kerak. Mana shu narsani tavoqut qachon yo'q bo'ladi? Odamlarning noroziligi qachon yo'q bo'ladi? Shu jurnalist, blogerlar, xalq saylagan deputatlar, xalq vakillari shuni Qonunchilik palata senatga shu bosh vazir qo'l qo'yishdan oldin, prezidentimizga olib kirishdan oldin, prezidentimizga bosh vazir olib kirishdan oldin jamoatchilik nazorati degan narsa bor. Jamoatchilik muhokamasiga, nuroniy ota-onalarimizga, qariyalarga mana shu narsani biz albatta tushuntirishimiz kerak. Davlatni o'zi eng butun davlatda o'zi O'zbekiston davlatining o'zi bo'lishi, bu O'zbekiston xalqi, fuqarolari. Prezidentimiz aytgandek, biza hammamiz xalq xizmatchimiz. Prezident ham xalq xizmatchisi, bosh vazir ham, tuman, viloyat hokimi ham xalq xizmatchisi, xalq vakili saylangan deputatlar ham xalq vakili. O'sha davlat organlari hammasi xalqqa xizmat qilish uchun biz kelganmiz. Qonunlar, qarorlar faqat xalq uchun chiqishi kerak. Oylik, pensiyalar ham o'sha xalqqa yashash sharoitidan, o'sha yashashiga o'sha imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Oylik, mana referendum qabul qildik. Referendum nima deyilgan? Ish beruvchi yo oylik olayotgan, yo davlat korxonasi, yo nafaqaxo'r nafaqasini olayotganda albatta go'shiga yetish kerak. Uyini 200 limit svetiga yetish kerak, gaz svetiga, kommunal xizmatlariga, kiyinishiga, dori-darmoniga va o'zini yeb ichishiga, farzandlarini o'sha oliy dargohda o'qitishga, o'sha ishiga borib kelishi, xarajatlari hammasini qoplash kerak. Bu referendum qabul qildik. Referendumda xuddi shunday deyilgan. Ish beruvchi davlat o'sha yashash savatchasi albatta yetish kerak. Oydan oyga pul yetish kerak. Mana hozir O'zbekistonni mandaku endi mayli, bu hech qanaqa kredit, hech qanaqa qarzdorlik yo'q, lekin O'zbekiston nimizni fuqarolarini pashti 80-90% o'g'lini oliy dargohda o'qitiraman deb kontraktga kredit olishgan. Uy joy qurish uchun yo uy joy olish uchun krediti bor. Mashina olishi uchun, yana to'y qilishi uchun, qizini uzatish uchun, o'g'lini uylantirish uchun, uy joy qurish uchun hamma O'zbekiston fuqarosini pashti 90% kreditga botgan. Oylik albatta uyga ham kirish kerak. Faqat kreditni 36-40% to'lab, bu yoqdan olib svetga to'lasa, kommunalga to'lasa, dori-darmoniga, operatsiyasiga, oliy dargohga o'qitishiga, yeb ichishiga bu kredit olib oyma-oy hali olmagan oyligini kreditga jo'natish bu odamlarni ham chuqurlikka tushiradi. O'zi rus tili ham boy tilda денежный удовольствие deydi. Oylik ish haqqi kayfiyati deydi. Nafaqaxo'rlarni nafaqa olish yetish kerak. Nafaqa ham olganda qariyalarimizga yetadigan bo'lsin, ortadigan bo'lsin. O'sha nafaqa pensiyaga chiqqan butun umr O'zbekistonda ishlab nafaqa olgan nafaqaxo'rlarimiz ham nima deydi, oldinga onalarimizga o'xshab, buvilarimiz, otalarimizga o'xshab o'sha sandiqqa, seyfga bir yaxshi kunlarga pensiyalaridan yig'ib borishi va o'sha pul tursa, shu odamlar
albatta kasal bo'lmaydi. Денежный удовольствие deydi rus tilida. Mana Rossiyada men borib keldim. Pensiyasi ham yaxshi, oyliklari ham yaxshi. Bo'lmasa mana Ukraina, Rossiya vayni operatsiyasi ketyapti. Gaz svetiga ham yetyapti. Odamlarning kayfiyati ham yaxshi. Nimaga? Pensiyalari yaxshi to'lanyapti. Oylik ish haqlari yetadigan. Kommunaliga, svetiga, musoriga, o'zini kiyinishiga, o'zini yeb ichishiga, o'sha farzandlariga, o'ziga yana orttirib yig'ib qo'yishiga yetadi. Bizda ham xuddi shunaqa qilish kerak. Nafaqaxo'r pensionerlarimizni pensiyasini oshirishimiz kerak. Oylik oshish kerak. Oylik o'sha o'qituvchilarimizga, doktorlarimizga, budjet tashkilotlari, davlat korxonasida ishlayotganlar, misoli o'sha kommunal 200 limit svet to'lashi, musorga, kommunal xizmatlariga, o'sha yeb ichini o'ziga o'sha har oyda 3 million, 4 million, 5 milliongacha ketadi. Benzin quyadi, mashina ishxonasiga borib kelishga, yo'qsa yo'l kiraga ketadi. Dori darmoniga ketadi. Xolodilnik, go'sht, mayda-chuyda har kuni xarajat qilish kerak va undan tashqari yana bir qanaqadir zapas puli bo'lishi kerak. Zapas puli bo'lsa, odamlar keyingi kunga, ertangi kunga, kelajakka, bola chaqalaridan xavotirga, vahimaga tushmaydi. Odamlarimiz psixologik ravnobeshniy bo'ladi. O'zi pul bo'lsa, odam baquvvat bo'ladi, rangi ham tiniq bo'ladi, o'zi ham baquvvat bo'ladi. O'sha uchun oila ish haqlarimizni albatta oshirayotganda, mayli 60 million, 100 million o'tganlarniki mana 10 million, 6 milliongacha 10% oshyapti. Lekin 3 million, 5 milliongacha oylik olayotganlarimizni, past oylik olayotganlarimizni 100% ga oshirish kerak. Ular ham 10 million, 15 million olsin. Nafaqaxo'r pensionerlar 3 million, 5 million olayotgan bo'lsa, 10% oshgan bo'lsa, 5 million olayotganlarniki 500 ming oshyapti. Bu yaxshi. 2 kilo, 3 kilo go'shtga yetyapti. 700 ming pensiya olayotganlar, 800 ming pensiya olayotganlarga 10% oshayotgan bo'lsa, 70 ming so'mgina va 80 minggina so'm oshyapti. Yo'q. Meni taklifim, mayli 5 million, 3 million pensiya olayotganlarniki 100% oshgan bo'lsa, 300 ming, 500 ming oshyapti. Bu 2 kilo, 3 kilo go'sht narxi. Rahmat prezidentimizga. Lekin 700 ming pensiya olayotgan, 800 ming pensiya olayotganlarimizga, ota-onalarimizga 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga 100% pensiyani oshirish kerak. Ana shunda tenglashardi. Nimaga? 5 million, 3 million olayotganlarga 10% oshsa, 300 ming, 500 mingga oshyapti. Bu juda yaxshi, yaxshi. Rahmat. Lekin 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarga 10% oshayotgan bo'lsa, 70 ming, 80 mingini oshyapti. Ularnikini 100% oshirsak kam arziydi. 700 ming, 800 ming olayotgan 100% oshirsak, 800 ming olayotgan 1 million 600 oladi. Ana shunda dori darmoniga, yeb ichishiga, go'shtlariga yetardi. Bu meni taklifim va hozirgi tuman deputatlari, viloyat deputatlari, Oliy Majlis deputatlari, Senat, Qonunchilik palata va bosh vazir Abdulla Aripov shu prezidentimizga qo'l qo'ydirayotganda, albatta mana shu prezidentimiz aytganda kambag'alchilikdan chiqarishga kiradi bu ham. Xalqimizni anu qashshoqlikdan, kambag'alchilikdan chiqarib bu farovonlikka o'tqizish deyiladi. Bu ham bir hozirgi kunda bu juda katta yordam bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim va taklifim va deputatlar xuddi shunaqa jonbozlik bilan chiqish kerak. Sizlarni o'tbedinglarni kesib, yo bo'lmasa tilinglarni kesib olmaydi, yo quloqinglarni kesib olmaydi. Gapirish kerak. Chaqaloq ham tug'ilganda qorni ochsa, onasidan sut emgisi, qorni ochsa, yo qorni og'risa yig'laydi. Biza o'sha mustaqil O'zbekistondamiz. Mustaqilmiz hozir. Bizlarni anu Moskva hal qiladi, borib u oldin SSR paytida borib boshqarma Moskva ruxsat bersa, biz ruxsat beramiz. Kechirib qo'yasizlar. Hozir biz mustaqilmiz. Shundaqina prezidentga shu taklifni kiritish kerak. Prezidentimiz qo'l qo'yib beradi. Undan ham prezidentimiz obro'ga oshadi. Undan ham prezidentimizga, davlatimizga hozir ishonch katta, yana kelajakka ishonch oshadi. Mana shunaqa bo'lish kerak.
mana shunaqa ishlash kerak. Mana fursatdan foydalanib prezidentimiz 2024-yil oktyabrda bandlik va kambag'alchilik tugatilib, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi yangi tahlilda yangi nom bilan o'sha prezident farmoyishi bilan tuzildi va buni nazorat qilish shaxsan bosh vazir Abdulla Oripovga buyurilgan va buni aniq qilish migratsiya agentligi direktori Bekzod Anvarovga qilingan. Lekin tushunmovchilik bo'lib, yoppasiga o'sha ish bilan ta'minlaydigan Toshkent viloyati hudud migratsiya agentligi hudud rahbari ish bilan ta'minlaydigan o'sha Toshkent viloyatida 3 milliondan oshiq aholisi bor, 22 ta hududi bor, 22 ta tuman shahar hokimiyati bor. 3 tagina xodimim bor, 2 ta hozir xodimim. Qaysidir sabablarga ko'ra asossiz ishdan bo'shatishildi. Mana Xudoga ming qator shukr. O'sha Oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga, o'sha Ikrom aka Muslimovga va o'sha migratsiya bo'yicha o'sha Olmazor tuman prokuroriga ming rahmat, Oliy respublika prokuroriga ming rahmat va shahar sudi orqali ishga tiklash va moddiy ma'naviy zararlarni undirib berish mana odilona qaror chiqdi. Xudoga ming qator shukr. Mana endi Toshkent viloyatini ish bilan ta'minlovchi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi o'zi ish bilan ta'minlash bilan shug'ullanadigan hudud rahbarining o'zi ishsiz qolishi bu juda kulgili va biza haq huquqimni aniq qilish uchun mana men Zoir Toyirichga bordim, yo men olmadim sizni dedilar ishdan. Bekzod Anvarovga bordim, men olmadim dedilar. Unda svitoy duh oldimmi dedim. Ular bilan men bular bilan atlashalarni buzmadim. Mayli, Zoir Toyirich aytdi, agar siz asossiz ishdan bo'shatgan bo'lsa dedi, siz dedi fuqarolik sudiga berib dedi, o'zi ishga tiklanib ishlashingiz kerak dedi va o'rningiz bilinyapti. Meni hech qanaqa qarshiligim yo'q, o'zim tavsiyanoma bilan qo'yganman dedilar. Zoir Toyirichga ming rahmat. Zoir Toyirichga maslahatimni ham sudga berdim. Sudda odilona ko'rilib, prokuratura ham men tarafda bo'ldi, sud ham men tarafda bo'ldi va o'sha prezident farmoyishida bandlik va kambag'alchilik Vazirlar Mahkamasi anaqa bandlik va kambag'alchilikni chiqarish migratsiya agentligi tugatilib, bunaqa ishlash bo'lmaydi dedi prezidentimiz. Toshkent viloyatiga tashriflarda va respublikada hammasi yig'ilishda endi bundan buyog'iga Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi yangitdan tahlil qilib va voris bo'lib o'tasizlar dedi. Va Bekzod Anvarovcha men ishdan olmayman dedi. Bu yerda nomi o'zgaryapti dedi. Prezident farmoyishi bilan bandlik va kambag'alchilikni chiqarish migratsiya agentligi tugatilib, endi prezident nazoratida dedilar. Prezidentimiz topshirig'i bilan prezident qaroriga ko'ra qarori ijrosini nazorat qilish bosh vazir Abdulla Oripovga yuklatilgan. Mana shu o'tish paytida va Bekzod Anvarovga ham biz Toshkent viloyati hudud rahbari bo'lib oldilariga kirdim. Zoir Toyirichni oldiga kirdim. O'sha bitta dedi prezident farmoyishida даже Bekzod Anvarovcha aytdi, hech kimni bo'shatmayman dedi. Mana Zoomda men yaxshi yozib olgan ekanman. Topshiriqlar berganlarida Zoomda yozib olardim. Nimaga berilgan topshiriqlarni Toshkent viloyati migratsiya hudud rahbari yana xodimlarimga shuni esdan chiqmaslik uchun Zoomlarda yozib olardim. Mana Bekzod Anvarovcha hech kim bo'shatilmaydi dedi. Faqat dedi nomi o'zgartiryapti dedi. Bandlik va kambag'alchilikdan chiqarish migratsiya agentligi tugatilib, prezident farmoyishi bilan 2024-yil oktyabr oyida, men avgust oyida ishga kirgan bo'lsam, yangiman 2 oydan keyin zo'r qaror chiqdi. Endi bundan buyog'iga prezident farmoyishida nima deb yozilgan? Migratsiya bilan faqat prezidentimiz, bosh vazir va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi Bekzod Anvarovich direktori va hudud rahbarlari shug'ullanadi. Shaxsan prezident nazoratida va bosh vazir nazoratida va o'tish paytida buni prezident qarorining ijrosini to'liq ta'minlash va ijrosini nazorat qilish bosh vazir Abdulla Oripovga yuklatilgan. Biza mehnat kodeksimiz, ishlab turgan odam hech qachon
narusheniya qilinmagan, hech qachon kamchiliklar yo'q ish jarayonimda. Hech qanaqa hayfson olmaganman. Naborat yaxshi ishlaganim uchun migratsiya agentligidan necha marta o'sha oilamga ustamalar to'langan, rahbarlar bilan yaxshiman. Men haligacha gaplashib turibman. Mana Xudoga ming qator shukr, sudni qarori chiqdi, odilona. Ana endi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Toshkent viloyati migratsiya agentligi Olim Sulaymonov tiklansin va moddiy mayna olingan oyliklari to'lab berilsin deb prokuror ham man taraf bo'ldi va sud ham man taraf bo'ldi va menga o'xshagan hudud rahbarlari va ishchilari hammasi tiklandi. Bir 30 tacha odamni shunchalik bo'shatish bu noto'g'ri. Bu o'zi biza qanaqa tashkilotmiz? Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi butun viloyatda ish bilan ta'minlovchi hudud rahbarini o'zi, ish bilan ta'minlovchi, ishsizlikni yo'q qilish, prezident qarorini ijrosini ta'minlovchi Toshkent viloyati migratsiya agentligi rahbarini o'zi ishsiz qolishi bu juda noto'g'ri. Shuni to'g'ri prokuratura meni himoya qildi. Menga o'xshagan migratsiya agentligida ishlayotganlarni bandligi ta'minlovchi qonuniy, tartibli shartnoma asosida migratsiya jo'natish bo'yicha prezident o'sha nazoratida ishsizlikni yo'q qilish, bandligi ta'minlash Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi rahbarining o'zi ishsiz qolishi bu juda kulgili va adolatli. Sudda qarori chiqdi, o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu adolatli sud xolis bo'lishi kerak. Sud mustaqil bo'lishi kerak. Bu davlatni borligi, bu prezident qarorini ijrosini ta'minlayotgani har bitta fuqaroni o'sha xatolik ketdimi, vazirlik shu bosh vazir nazoratga olmadimi Abdulla Aripov? Yo bo'lmasa o'sha prezident qarorini mohiyatini o'qimadimi, tushunmadimi? Shu vazirlikning xatosini sud xolisona ko'rib tuzatib berdi. Bu yerda nima deyilgan? Bandlik va kambag'alchilikdan tugatilib, yengitdan prezident farmoyishi bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi tuzilsin deyilgan. Va voris bu mashinalar o'tyapti, gerblar, bayroqlar, hamma anaqa mashina-yu, texnika-yu, ruchka-yu, qalami o'tyapti-da, hudud rahbari qolib ketyapti. Bu nima degan gap? Bu noto'g'ri. Buni noto'g'riligini mana sud ko'rsatib, prokuror ko'rsatib, prezident farmoyishini o'qib, prezident farmoyishida nima deyilgan? Bandlik va kambag'alchilik migratsiya agentligi tugatilib, bunaqa ishlash bo'lmaydi dedilar prezidentim. Ana endi meni nazoratimda bo'ladi dedilar. Shaxsan bosh vaziri nazoratida bo'ladi, davlatda nazoratida bo'ladi. Migratsiya agentligi migratsiya bilan endi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi shug'ullanib, yengitdan o'tildi. Shu paytda bizani asossiz bo'shatib yuborganini sud o'sha vazirlik bosh vazir Abdulla Aripov nazoratga olmaganini va direksiyani va xodimlarni noto'g'ri talqin qilib, prezident qarorini noto'g'ri talqin qilib, bir 30 tacha 40 tacha xodimlarni, hudud rahbarlarini bo'shatib yuborganini sud noto'g'ri deb qabul qilib, sud mana mustaqilligi, prokuror mana mustaqilligi, prokuratura ham bizani himoya qildi, sud ham himoya qildi va bizani haq-huquqlarimiz tiklandi. Endi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligidan olinmagan mart oyidan mart, aprel, may, iyun oyigacha olinmagan oyliklar, bayram pullari, kompensatsiya to'lab berilyapti va ishga Olim Sulaymonov so'zsiz tiklansin deb ijroga qaratildi. Ijro MIP ishlayapti mana va migratsiya agentligi bilan gaplashib turibman, zoirtovchi bilan gaplashib turibman. Xudoga ming qator shukr, mana adolatli, xolisona sudimiz mustaqilligiga mana prezidentimizni to'g'ri olib borayotgan siyosati. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shuni nazoratga olgan Shavkat Miromonovga ming rahmat. Shavkat Miromonov prezidentimizni yordamchisi Saida Mirziyoyevaga ming rahmat. Va shu kambag'alchilik va bandlik shu insonlarga anaqa faol ishlayotgan prezidentimizni ikkinchi qizlari Shahnoza Mirziyoyevaga ming rahmat. Mana shuni nazoratga olganlari uchun Shahnoza
Mirziyoyevaga ming rahmat, Otabek Umarovga ming rahmat, mashina nazoratga olganlari uchun. Shaxsan mustaqil sud, mustaqil prokuror bizani himoya qilgani uchun ming rahmat. Mana bunaqa adolatli qaror chiqqandan keyin davlatga, prezidentga ishonch oshadi. Davlatimiz, prezidentimizga minnatdorchilik bo'lamiz. Men bundan keyin bundan ham zo'r ishlayman. Mana shu mahalgacha migrantlardan men deputat bo'lib ham birinchilardan borib xabar olib kelganman. Migratsiyaga men ishga o'tmasimdan, men deputatlik faoliyatimda migrantlarga nima kerak, migrantlarga nima yordam qilishimiz kerak, qanaqa masalalarni yechishimiz kerak, patentni mana tekin qildiryapmiz. Samolyot chiptasini tekin qildiryapmiz. Ish joyini o'zimiz topib kelyapmiz. Xavfsiz, qonuniy shartnoma orqali, migratsiya orqali ketgan odamlar oyligini vaqt oladi. Aldanib qolmaydi, qamalib qolmaydi. Kasal bo'lib qolsa, Xudo ko'rsatmasin, har xil случайлар bo'ladi. Mana ko'pchilik o'lib qolganlarni pul yig'ib, boshqa qilib, voydot deb internetga chiqib olib kela olmasdik. Mana bu bilan migratsiyamiz shug'ullanyapti. Men shaxsan Toshkent viloyatidan, Begoboddan Gruz 200 ni olib keltirdim tekinga. Bukadan migratsiya agentligi bu bilan shug'ullanish kerak. Migratsiya agentligi viloyat, tuman, hudud rahbari shug'ullanish kerak. Men o'zim Moskvadan, Turkiyadan o'sha Bukali nechta Gruz 200 larni tekinga olib keltirdim. Mana migratsiyani mana bilan shug'ullanish kerak. Migratsiya Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi dokumentini yo'qotib qo'ygan, odam savdosiga tushib qolgan, pulini ola olmayotgan, ish qidirib yurgan, o'sha chet elda ishlash istagi Rossiyada, Koreyada, Germaniyada, Chexoslovakiyada, Yevropada ishlash istagi borlar mana migratsiya agentligiga keladi. Faqat pasporti bilan. Boshqa hech narsa kerak emas. Poraxo'rlik yo'q, tanish bilishchilik yo'q. Sani jo'nataman deb 5 ming, 10 ming dollar olish yo'q. Men ularni hammasiga chek qo'yganman. Men birinchi kundan men pora olmayman ham dedim, oldirmayman ham dedim. Mengacha nima qilgan bo'lsanglar, nechtanglar qamalib ketgan bo'lsanglar, men bunga yo'l qo'ymayman dedim. Men prezidentimizning vakiliman, men xalq vakili, deputatman dedim. Birinchi kundan ishchilarimga aytdim. Valomat bo'ladimi? Pistonchi bo'ladimi? Yo'q akavachchaymi, yo'q vatavachchaymi dedim. Yo'q bo'lmasa tepadanmi telefon qilib, men buni 5 ming, 10 ming dollarni olib Germaniyaga jo'natgan, Koreyaga jo'natgan, Rossiyaga jo'natgan desa, hech kimga men bunga yo'l qo'ymadim. Birinchi kundan poraxo'rlik, tanish bilishchilik men bunga chek qo'ydim. Men dedim, pora olmayman ham dedim, oldirmayman ham dedim, uzatmayman ham dedim, sizlarga ham oldirmayman, yuqoriga ham bermayman, ularga ham bo'ysunmayman dedim. Biza qanchalik xalqimizni ish bilan ta'minlasak, shunchalik O'zbekistonga pul keladi. Ularni O'zbekiston ichida katta oylik bilan ish joyi hali yaratib bermagan bo'lsak, hatto bu O'zbekistonda ularni ushlab turmaylik. Ularni kasb hunariga yarasha haydovchi bo'ladimi, svarchi bo'ladimi, medik bo'ladimi, nima kasbga, qaysi davlatga ketmoqchi bo'lsa, bemalol Toshkent viloyati migratsiya agentligiga kelinglar, ro'yxatga olamiz. Qaysi joyga, ish joyi gaplashib kelib, migratsiya agentligi gaplashib berib, qaysi joyga jo'natayotgan bo'lsak, samolyot chiptalarni, patentinglarni, turar joylarni, 3 mahal ovqatinglarni ish beruvchini bo'yniga qo'yamiz. Men o'zimni pulimga Rossiyaga borib kelib, butun Rossiyani regionida o'sha kорабльстроениyalardan, o'sha katta-katta zavodlar, katta-katta sexlar, katta-katta ish joylari ochiq turibdi, oyliklari 2000, 3000 gacha. Men o'zim gaplashib keldim. O'zim gaplashib keldim. Patentini olib berasan dedim. Samolyot chiptasini olib berasan dedim. Faqat bizani O'zbekistonlik fuqarolar shunday pasporti bilan keladi, yetuk mutaxassis bo'lib, svarchi bo'lib ishlaydi, haydovchi bo'lib ishlaydi, povur bo'lib ishlaydi, medik bo'lib ishlaydi. Sen ish beruvchi samolyot chiptasini, vizasini to'lab berasan, patentini, o'sha samolyot xarajatini va 2 mahal, 3 mahal ovqatini qilib berasan. Ana ne keyin dedim, migratsiya agentligiga olib borib shartnoma qilasan, tekinga jo'natamiz. Shu mahalgacha xalqimizni qiynab kelayotgan o'zi ishsiz,
10 yil, 15 yil har bitta xonadonda 12-13 jon ishsiz. Migratsiya agentligi kelgandan keyin Germaniyaga yo Koreyaga ketayotgan bo'lsa, pasport vizasiga уже pul edi. Samolyot chiptasi pul edi, patent pul edi. Uchib borishi, ketishi hammasi o'zini anaqasidan o'zidan ketardi. Yo'q. Biza taklif bilan chiqdik. Mana Migratsiya Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Migratsiya agentligi direktori Bekzod Anvarovichga, Bekzod Anvarovich birinchi yordamchisi Matlab aka Mahamadovichga takliflar bilan chiqdik. Elyorga chiqdik, bosh vazir Abdulla Oripga chiqdik. Odamlar o'zi ishsiz. Bularni 40 yilda ham ishga jo'natamiz. O'zi O'zbekistonda zo'rg'a yuribdi emaylab, o'zi 10 jon, 12 jon ishsiz. Toshkent viloyatida 22 ta tuman shahar hokimiyati bor. 22 ta tuman anaqasida 3 milliondan oshiq aholisi bor. Men 700 mingdan oshiq ishsizlarni men aniqlab o'sha spiskasi bor menda. Haydovchi, shoför yo'qsa chet el tilini o'rganmoqchi, Koreyaga bo'lsa koreys tilini tekinga o'rgatamiz. Rossiyaga bo'lsa rus tilini tekinga o'rgatamiz. Germaniyaga nemis tiliga, ingliz tiliga tekinga o'rgatamiz. Kasb hunari yo'q bo'lsa svarchikka, santexniklikka, haydovchilikka, tilga tekinga o'rgatamiz. Kasb hunarga ham tekinga o'rgatamiz. Chet elda ishlash istaginglar bo'lsa, vizasini ham, samolyot chiptasini ham, patentini ham, yo'l xarajatini ham biza ish beruvchi shartnoma qilayotganda shu ish beruvchini bo'yniga qo'yamiz. Mana shunaqa. Bo'lmasa biza taklif bilan chiqdik. Hamma chet elga ishlagani kelaman deyapti. Birinchi to'qnashuv viza qilish kerak, vizaga 500 ming, 1 million kerak ekan. Yo'q, u shatda qaytib ketadi. O'zim men qarzga taksida, avtobusda zo'rg'a keldim. Men hozir vizaga hozir 1 million 500 ming men topa olmayman, deyapti. Biz migratsiyaga aytamiz. Demak, biz ularni yana ishga jo'nata olmaymiz. Nima qilishimiz kerak? Vizasini ish beruvchiga, yo'qsa oyligidan, birinchisidan, yo'qsa vizasidan ish beruvchini vizasini to'lattirib beramiz. Rossiyaga borsa patentini qilish kerak, временный пропискасini. Hammasini samolyot chiptasi patentigacha biz ish beruvchini bo'yniga qo'yamiz. Mana shunaqa ishlash kerak. Prezidentimiz mana nimaga Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Migratsiya agentligini ochdilar? Nimaga bandlik va kambag'alchilik Migratsiya agentligini bu ishlash bo'lmaydi. Buni yopamiz. Bunaqa ishlash endi to'g'ri kelmaydi dedilar-da. Endi migratsiya bilan shaxsan prezident men o'zim shug'ullanaman dedilar. Prezident nazoratida dedilar. Va bosh vazir Abdulla Oripov nazoratida. Va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Migratsiya agentligi direktori Bekzod Anvarovich bu dedi mas'uliyatda dedi, shu o'tish paytida dedi, mana yengil anaqada dedi, voris bo'lib o'tib, ana endi ishni xuddi shunaqa boshlaysizlar dedi. O'sha uchun kim chet elda ishlash istagi bo'lsa, o'zingizlardan o'zingizlar bormaylar. Aldanib qolasizlar, o'zingizlar borsanglar, qamalib qolasizlar, yo'qsa pastavka qiladi, yo'qsa ishlatib pasportinglarni olib odam savdosiga qilib yuboradi. Yo'qsa ishlatib pasportinglarni olib pulinglarni bermaydi. Yo временный пропискanglar, yo patentinglar, yo yeb-ichib ko'chada qolib ketyapsizlar, keyin ularni qaytarib olib kelyapmiz. Onanglarga, otanglarga og'ir kun tushirasiz. Shuning uchun chet elda ishlash istagi borlar prezidentimiz farmoyishi bilan endi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Migratsiya agentligi Toshkent viloyatida bor, Toshkent shahrida bor, Qoraqalpoqda bor, Andijonda bor, butun O'zbekistonni Qoraqalpoqda, Namanganda hamma yoqda bor, Samarqandda bor, Sirdaryoda bor. O'sha uchun sizlarga iltimos, agar chet elda ishlash istaginglar bo'lsa, birinchidan tilni o'rganinglar, biz tilni tekinga o'rgatamiz Migratsiya agentligi. Germaniyaga bo'lsa nemis tilini o'rgatamiz. Rossiyaga bo'lsa rus tilini o'rgatamiz, o'qitamiz, kasb hunarga o'rgatamiz. O'sha uchun kim chet elda ishlash istagi bo'lsa, tartibsiz, noqonuniy bormaylar. Tartibsiz, noqonuniy borsanglar, birinchidan hozir Rossiya, Ukraina urush ketyapti, askar yetmayapti, sizlarga shunda telefonni tashiydi-da, telefonni olsanglar bo'ldi. Sizlar o'sha narkotikga tashlayotgan odam bo'lasizlar. Qamashga o'sha asos bo'ladi. Yo'qmasa pul tashiydi. Pul tashadimi o'sha dastlabki narkotiki o'sha narkotik bilan sotish bilan shug'ullanmasdan 10 yil, 15 yilga qamalib ketasizlar va aybsiz urushga olib boradi. Yo 15 yil qamalasizlar asossiz,
Yo'q bo'lsa bizga taalluqli emas, urushga borasiz. Agar urushga borsanglar O'zbekiston qonunlariga ko'ra ham yana 5 yil 10 yilga qamalasizlar. Shuning uchun chet elda ishlash istagi borlar kasb-hunarga tekinga o'rgatamiz, tilga o'rgatamiz, tartibli, qonunli, shartnoma asosida o'sha xavfsiz migratsiya agentligi orqali borasiz. Ana shuning uchun prezidentimiz shu qarorga qo'l qo'yib, endi migratsiya bilan, migrantlar bilan shaxsan prezidentimiz nazoratida, bosh vazir Abdulla Aripov nazoratida va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi direktori Bekzod Anvarovich va hudud rahbarlari bilan biz ham shunga mas'ulmiz. Toshkent viloyatidan chet elda ishlash istagi borlar, kasb-hunari yo'qlar, yo'qsa kasb-hunari borlar, Germaniyaga, Angliyaga, Chexoslovakiyaga, Koreyaga, yo Rossiyaga chet elga ishlash istagi bo'lsa, tartibli, qonuniy, xavfsiz shartnoma asosida migratsiya agentligi orqali ketinglar. Men shaxsan o'zim qabul qilaman. Xodimlarimni hammasiga aytdim. Ish qidirib kelayotgan, chet elda ishlash istagi borlarni, yo'qmasa yordamga muhtoj, o'sha qiynalib qolganlarni qaytarib olib kelish bilan migratsiya shug'ullanadi. O'lib qolgan, kasal bo'lib qolganlarni olib kelish migratsiya agentligi shug'ullanadi. Mana Toshkent viloyati Bekoboddan nechta mana Gruz 200 ni tekinga olib keltirdik samolyotni. Turkiyadan olib keltirdik, Koreyadan olib keltirdik, Rossiyadan olib keltirdik. Mana yangi yo'lga men o'zim shaxsan Gruz 200 ota-onalariga o'zim topshirdim. Bular tartibsiz, noqonuniy borganida qiynalib, boshqa qilib, qaysi boshqa kulpatishib o'lib qoldi. O'lib qolganlarni, qiynalib qolganlarni, qaytib kela olmayotganlarni, opalarimizni, singillarimizni, ukalarimizni boshiga kulpat tushganlarni migratsiya agentligi shug'ullanadi. Migratsiya agentligi Tashqi ishlar vaziri bilan, vakolatxona bilan biz birgalikda ishlaymiz. Vakolatxona mana Rossiyaniki, Turkiyaniki, Koreyaniki menga minnatdorchilik bildirdi. 24 soat ishlaydi telefoningizda. Ijtimoiy tarmoq Olim Sulaymonov YouTube kanalingiz 300 mingdan oshdi. Butun mashina tashviqot qilish kerak. Kim qayerga borishini bilish uchun televideniyada yoritishimiz kerak. YouTube platformani bekorga prezidentimiz bermadi. Prezidentimiz juda katta qurol berib qo'ydi bizga. Bu qurolni yaxshilikka ishlatinglar. Tanqid bo'lsin deyaptilar. Adolatli bo'lsin. Shu xalq uchun, xalq tinchligi uchun, prezident qarorining ijrosini ta'minlash uchun chiqargan qarorlarning mohiyatini xalqimizga yetkazish uchun, o'sha chet elda qiynalib qolganlarni qaytarib olib kelish, o'rganish, o'sha olib kelish uchun, o'lib qolgan, kasal bo'lib qolganlarni o'sha migratsiya agentligi olib kelish bilan biz shug'ullanamiz. Ana shuning uchun mana bitta kanalim bor, mana bitta emas, 3 ta kanalim, YouTube kanalim, Olim Sulaymonov YouTube kanalim 300 mingdan oshdi. Ikkinchisi Lotinchada Olim Sulaymonov YouTube kanalim live Olim Sulaymonov 228 mingdan oshdi. Va Toshkent viloyatiga prezidentimiz va Zoir Toyirchi tavsiyasi bilan 2024-yil 13 avgustda tavsiyalari bilan migratsiya agentligi rahbari lavozimiga tayinlangan kunimdan yana 3-YouTube kanalimni ochdim. Toshkent viloyati migratsiya agentligi degan YouTube kanalim o'sha 26.900 ga chiqdi. Mana qarang, yaqinda ochganim. Bu nimaga xizmat qiladi? Rossiyada qiynalib qolib kela olmayotganlarga, qiyin ahvolga tushib qolganlarga, qamalib qolganlarga, o'shalarga huquqiy tekinga xizmat ko'rsatish uchun ochilgan. Davlat tarafidan migratsiya mana shu bilan shug'ullanish kerak. Prezident farmoyishida Vazirlar Mahkamasi migratsiya agentligi yangi tahlilda ochilishini mohiyati mana shunda. Migratsiya agentligi 24 soat ishlash kerak. Garajchilikni bo'lish kerak. Avariya bo'lib Qozog'istonda qolib ketgan, yo Rossiyaga ketayotganlar avariya bo'lib qiynalib, na Moskvaga yetib bora olmagan, na Rossiyaga yetib bora olmagan, yo'lda halok bo'lgan, avariya bo'lganlarni qaytarib olib kelish bilan migratsiya agentligi Tashqi ishlar vazirligi vakolatxona shug'ullanadi. Migratsiya agentligi bilan Tashqi ishlar vazirlari vakolatxona migratsiya agentligi birgalikda ishlaymiz. Mana shundoq bo'lish kerak. Ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib, mana Gruziyada Toshkent viloyati yuqori Chirchiqdan bitta qolgan, bitta bolasi bilan Gruziyaga ish qidirib borgan, u odam kreditli bo'lgan, O'zbekistonda ish joyi topolmagan, ish joyi topsa ham oyligi kam bo'lgan, eridan ajrashgan, ikkita bolasi bilan alimentini ola olmagan,
alimentini eridan ololmay, o'sha MIBdan ololmagandan keyin kredit olgan, eshigini taqillatib ko'rgan, ishlaydi, ishi yo'q, kreditni to'laydi, puli yo'q, bolalarini kredit olib boqayotgan, noiloj Gruziyaga borib, bitta bolasi Toshkent viloyati Quyuchirchiqda qolgan, oshtong'och, ikkinchisi bolasini qo'lida olib Gruziyaga ishga borib 2 oy xorzor bo'lib, qaytib kelishiga puli yo'q. Menga shanba oddiy kuni murojaat qildi. O'sha Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq o'sha fuqarosi, men Gruziyada qolib ketdim, och qolib ketdim, uydagi bolam ham och qoldi. O'zim bolam bilan o'zim ham och qoldim, ko'chada qoldim. 3 oydan beri Gruziyada ish qidirib, o'zim tartibsiz, noqonuniy borib, ish topa olmay ko'chada qoldim. Hozir meni politsiya olib kelib qamab yuborishi mumkin deb menga murojaat qilgandan keyin shanba oddiga to'g'ri kelgani uchun men kartasiga $500 o'tkazib yuborib, o'zimni oyligimdan, o'zim pulimdan Toshkentga qaytarib olib kelib, uyiga olib borib, o'sha Yuqori Chirchiq tuman hokimiga ish berasan dedim. Bunga dedim, reabilitatsiya qilasan. Prezident farmoyishida shu degan, har bitta tuman viloyat hokimi o'zini fuqarosini ish bilan ta'minlash majbur. Xohlasin O'zbekiston ichida, xohlasin chet elda. Bu ayolga yordam qilasan deb o'sha anaqa qilgan. Keyin ish kuni buni olib keltirdim, minnatdorchilik bildirdi prezidentimizga, migratsiya agentligi Bekzod Anvarovichga, Matlab akaga, Zoir Toyirichga, prezidentimizga, menga minnatdorchilik bildirdi. Mana migratsiya shunaqa shug'ullanish to'g'risida prezident farmoyishi bor. Chet elda qiynalib yurgan, qaytib kelishga puli yo'q, borib qiynalib qolgan, og'ir ahvolga tushib qolganlarni qaytarib olib kelish bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi shug'ullanadi. Mana biza ming rahmat, davlat xavfsizligi bilan birgalikda ishlayapmiz. Ichki ishlar prokurorlar bilan, o'sha tuman hokimlari bilan, viloyat hokimi bilan birga ishlaganimiz uchun Toshkent viloyat fuqarosini olib keltirdik. Yana ikkinchisi Siriyaga ham, anaqaga, Liviyaga ham, Siriyaga ham borib qolgan. 3 ta farzandi mana o'zi, onasi urush, bomba bo'lyapti Liviyada. Bombardiyon, yoniga bomba tushyapti. 3 ta bolasi o'zi mashinaga qilib menga yig'lab telefon qildi. Men ish kuni edi. Men shaxsan Toshkent viloyati Zoir Toyirchi oldiga bordim. Toshkent viloyati Chirchiq shahar hokimi Murod akani oldiga bordim. Otalariga, onalariga rahmat. Ekstremniy. Meni gapimni eshitdilar. Ularni fuqarolarini video anaqa qilib qo'yib berdim. Sirrazi deputatlarga yig'ilish qildilar. Deputatlar anaqasi bilan bilet olib berdik. Liviyadan, Siriyadan 3 ta bolasi va onasi Toshkent viloyati fuqarosini changal urush ketayotgan joyidan qutqarib, biletini olib keldik. Va unga mana kreditlar olib kelib, hozir olib berib, uyida ishlayapti, ham bolalari yonida, ham vataniga qaytib keldi, olib keldik va o'sha yerda chuchvara tugib magazinlarga uyida ishlab, uyida pul topadi. Uni bandligini ta'minladik. Mana migratsiya nima bilan shug'ullanish kerak. Mana prezident farmoyishida nima deyilgan. U ayol prezidentimizga yig'lab duo qildi. Rahmat dedi. Meni prezidentim tashab qo'ymadi. Urush ketganda yonimdagilar nechtasi o'ldi. Lekin Olim Sulaymonov eshitib, mana shu YouTube kanali orqali eshitib, men sizga yozdim dedi. Siz o'sha vaqt telefon qildingiz, telefon gaplashib, men ertasiga Chirchiq shahar hokimi Murod akaga bordim. Murod aka немедленно sessiya qildilar. Sessiyani qonuniy bilet anaqa qilish uchun, qonunni buzmash uchun deputatlar ovozi bilan bilet olib berdik. Nimagaki bu fuqarosi tuman hokimi mas'ul bunga. Viloyat hokimi, tuman hokimi va yetib kelgandan keyin, urush ketayotgandan keyin 3 ta bolasi va o'zini jonini saqlab qolganimiz uchun yig'lab turib prezidentimiz Shavkat Miromonovichni, prezidentimizning yordamchisi Saida Mirzayevani, prezidentimizning qizlari Shahnoza Mirzayevani duo qildilar, Otabek Umarovni duo qildilar. Mana shunaqa bo'lish kerak. Mana shundoq ishlash kerak. Va fursatdan foydalanib, men bilan hamkorlikda ishlagan Chinoz tuman hokimiga ming rahmat. Oqqo'rg'on tuman hokimi To'ra Bobolovga rahmat. Toshkent tuman hokimiga, prokurorlarga rahmat. Toshkent viloyati Chirchiq shahar hokimiga ming rahmat. Angren tuman Akmalga, Obilgazi Oldin xo'jayini hozir hokimi Akmalga, o'sha Angren va Ohangaron tuman hokimlariga ming rahmat.
man Qibray ham hozir men bilan ishlayapti Muzaffar. Qibray tuman hokimiga ham hozir yaxshi men bilan kontakt qilgan, olim aka to'g'ri anaqa qilyapsiz, gap yo'q, ham deputat o'rningiz bilinyapti. Shartdan xalq uchun talashib so'rardingiz-da, hozir Muzaffar Qibray tuman hokimi bilan juda yaxshi aloqalar tiklaganmiz. U ham ishlayapti. Mana shunday ishlashimiz kerak. Qaysi tuman hokimini hududini fuqarosi bo'lsa, shu tuman hokimi uni olib kelishga migratsiya agentligi bilan majbur. Kerak bo'lsa biletini olib berish kerak. Qaytib kelgandan keyin ish bilan ta'minlash kerak. Yo chet elda ishlash istagi bo'lsa, tartibli, qonuniy shartnoma asosida migratsiya agentligi orqali borsanglar, bir oyda 2 marta oylik olasizlar. Avans olasizlar 15-da. To'liq oylik olasizlar. Yotoqxonanglar, samolyot chiptanglar, patentinglarni ish beruvchini bo'yniga qo'yamiz. Shartnoma migratsiya agenti Respublika Bekzod Anvarovich bilan shartnoma qiladi. Shartnoma shartini bajarishi shart ish beruvchi. Biza endi ish beruvchilarga madib bundoq berib yuborayotganimiz yo'q. Ishchilarimizni oyligi 2000-3000 dollarmi, 2000-3000 dollardan oshirib bersang berasan, lekin shundan kamaytirib bermaysan deyapmiz. Samolyot chiptasini olib berasan deyapmiz. Patentini, rus tiliga o'rgatasan va o'sha yerda Saxarovadan ruxsatnomalarni olib berasan, o'sha politsiya olib ketib qolmasin, qamab qo'ymasin, o'sha ish joyida ovqatini, yotoqxonasini qilib berasan deb biz o'zimiz Moskvaga migratsiya agentligi rahbari bilan bordik. O'zim bordim. Mana Germaniyaga, butun Yevropaga prezidentimiz eshiklarini ochib berdi. Mana Chexoslovakiyaga, Ruminiyaga, Fransiyaga, Germaniyaga, Koreyaga, endi Yevropaga jo'natiladi deyapti prezidentimiz. Mana Germaniyaga haydovchilar, svarchilarga juda katta oylik to'layapti. Dubayga mana hozir bizani pravo o'tadi prezidentimiz eshiklarini ochib berdi. O'sha uchun prezidentimiz Shavkat Miromonovichga ming rahmat. Prezidentimizning yordamchisi Saida Mirziyoyevaga ming rahmat. Prezidentimizni o'sha xalqqa o'sha nima uy bilan ta'minlash, o'shalarni farovonlik, kambag'alchilik farovonlikka chiqarib o'sha eng ko'mak beruvchi prezidentimizning qizlari Shahnoza Mirsayedovaga ming rahmat, Otabek Umarovaga va shu biz bilan hamkorlikda ishlayotgan o'sha prokuratura bilan ming rahmat, davlat xavfsizligi, ichki ishlar bilan biz hamkorlikda ishlayapmiz. O'sha uchun men migratsiyani eplaganim uchun, eplay oladiganim uchun, bu eng mas'uliyatli ishligi uchun o'sha Zoir Toyich meni tavsiya berib oldilar ishga. Toshkent viloyatining hudud rahbari bu eng prezidentni nazoratidagi eng mas'uliyatli ish va olim aka shuni eplaysizlar va eplayapman. E'tiboringiz uchun rahmat. Imkon qadar hamma like bosib, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Ertaga ham oylik masalasi, pensiya masalasi, migratsiya masalasi va chet elda qamalib qolganlarni olib kelish masalasi, hammasini tekinga xizmat qilamiz. Meni bitta shartim, chet elda ishlash istagi borlar, yo O'zbekistonda ishlash istagi, mendan yordam so'rayotganlar, migratsiya agentligidan yordam so'rayotganlar, biz mutlaq tekinga xizmat qilamiz. Hech qanaqa poraxo'rlik yo'q. Pora ham olmayman, oldirmayman ham, bermayman ham, uzattirmayman, lekin shuni sezsam, kim bo'lsa dabdalasini chiqaraman. Bu prezident siyosati. Odamlarimizni, O'zbekiston fuqarolarini ish bilan ta'minlash, tartibli, qonuniy migratsiya shartnoma asosida ishga olib borish, ularni ish bilan ta'minlash, ularni bandligini ta'minlash, bu bizga yuklatilgan. Bu mas'uliyatni men eplaganman, eplayman ham va bundan buyog'i ham eplayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Imkon qadar like bosinglar, kommentariy yozinglar. Ertaga ham nima masala bo'yicha chiqishimni kommentariy yozinglar. Ertaga hamma o'sha kommentariy yozganlarni o'qiyman, muloqot qilamiz, savol-javoblar qilamiz. Xalqimizni hozirgi kunda nima narsa qiynayapti? O'zi deputatlar nima uchun saylanadi? Deputatlar xalq vakili bo'ladi. Xalq ularni saylaydi. Ularni xalq saylagandan keyin xalqchil qarorlar chiqarish kerak. Xalqchil qonunlar chiqarish kerak. Radarlarni yo'q qilish kerak. Radarlar hozirgi kunda mirovoy narxga chiqqan. Har qadamga borsa radar. Radarni bekor qilish kerak. Faqat xalqimizni boy qilmaguncha. Hozir bu radar ham, shu shtraplar ham odamlarimizni prezidentimiz farmoyishini bajarishga imkoniyat bermayapti. Kimdir pul qilib chet elga olib chiqib ketyapti, karmoniga bosyapti, lekin prezidentga yomon ko'rsatyapti. Mana Rossiyaga bordim. Eng katta shtrap 50 rubl, 100 rubl. Bu degani 50 ming so'm, 100 ming so'm. Bizda 1 million, 1,5 million, 3 million, 115 milliongacha to'laymiz. Mashina 97 million bo'lsa.
115 million radar ishtirokga. Bu nima degan oxirgi odam terisini bu kambag'alchilikdan qashshoqlikka olib kelib qo'yapti. Ishsizlikka olib kelyapti. Odamlarni ajrimga olib kelyapti. Ularni Rossiyaga, chet elga borishga mahkum qilyapmiz. Biz O'zbekistonni o'zida ham biz bola chaqamiz yonimizda ishlatishimizga berishinglar uchun radar ishtiroklarni bekor qilishimiz kerak. 200 limitni bekor qilishimiz kerak. Qancha ishlatsa shuncha to'laydigan qilish kerak. Bitta narx qilib qo'yish kerak. Qancha svet ishlatsak shuncha to'lash kerak. Limit degan narsani bekor qilish kerak. Mana hozir musorga 12 jon bo'lsa, 12 jondan musorga ovoz siladi. Limit svetni yoqaylatsak, bitta odamga 200 limit beryapsizlar. 12 jonga 1200 limit beringlar. Unda to'g'ri keladi. Limit mana Rossiyada ham boshqa yerda ham yo'q. Qancha ishlatsa shuncha to'laydi. Undan ko'ra past narx qilib to'laydi, yoqadi chiroq. To'laydi, yoqadi, lekin uni ham premium qilish kerak. Oylikdan kelib chiqib qo'y limitni qo'yish kerak. Oila joniga qarab turib limit qo'yish kerak. Shularni o'tkazib borayotgan tuman, viloyat, oliy majlis deputatlari, senat, qonunchilik palata nimaga shuni o'tkazib boryapsizlar? Shuni o'tkazib borishdan oldin xalq bilan bir yashash ahvolidan tanishdinglarmi? Otaxon, siz 700 ming pensiya olayotgan ekansiz. Go'shingizga 200 limit, musorga, kommunalniga, issiq suv, sovuq suvga, dori darmoningizga go'sht yeyapsizmi, non yeyapsizmi deb so'raylar, keyin qarorlar chiqaringlar. Bosh vazir Abdulla Oripga men iltimos qilaman. Prezidentimizga shu qarorlarni olib kirayotganda xalqchil, xalqni o'ylagan qarorlarni chiqaringlar. Men tuman deputatlari, viloyat deputatlari, oliy majlis deputatlarini men xalqdan iltimos qiladim. Agar xalqqa qarshi, xalqqa kambag'al qiladigan, qashshoq qiladigan qarorlar chiqarsanglar, sizlarni o'dzib qo'yib olib, men o'zi deputatlik vakolatida ham mana shunaqa deyilgan. Agar xalq saylagan xalq deputati xalqchil qaror chiqarmasa, xalqni kambag'allikka olib kelib qo'ysa, qashshoqlikka, nochorlikka olib qo'yadigan qarorlar chiqargan deputatlarni o'dzib qo'yib olish kerak. Menga o'xshagan Olim Sulaymonovga o'xshagan deputatlar bo'lish kerak. Rasul Qushurbayevga o'xshagan, Jahongir To'laganovga o'xshagan, Doniyor G'aniyevga o'xshagan, Feruza Jo'rabekovga o'xshagan deputatlar bo'lsa, xalqqa haqqini yugurib borib talab qilamiz. Quvlab borib talab qilamiz. Sen qanaqa qaror chiqaryapsan? Xalqimiz 700 ming pensiya olayotgan bo'lsa, 1,5 million, 2 million budjet tashkiloti oylik olayotgan bo'lsa, ishga borib kelguncha 7 million radarga kelsa, 200 limit svetga kelsa, bu xalqqa bu kambag'alchilikda prezidentimiz farmoyishini bajaramiz. Kambag'alchilikdan chiqarish turi qashshoqlikka olib kelib qo'yamiz. Mana shu har bitta chiqarilgan noto'g'ri xalqqa qarshi qarorlar xalqimizni nochorlikka va prezident qarorini ijrosini ta'minlamashga sizlar mana shunday qo'ndalay qilib bitonni qo'yib va prezidentimizni yomon ko'rsatyapsizlar. Men xohlardimki, prezidentimizga har bitta qaror chiqayotganda, endi har bitta qarorga qo'l qo'ydirayotganda prezidentimizga qo'l qo'ydirishdan oldin deputatlarni muhokamasidan o'tish kerak. Tuman deputatidan, viloyat deputatlar, oliy majlis, senatdan, qonunchilik palatadan va vazirga kirishdan oldin biz deputatlar muhokama qilishimiz kerak. Deputatlar biz hal qilishimiz kerak va bekor qilishimiz kerak. Hozir radarlarni deputatlar hozir bir ovozdan butun respublika deputatlari 200 limitni bekor qilishimiz kerak. Radar shtraplarni hozircha xalqimiz ko'tarilib, kambag'alchilikdan chiqarganimizcha radar shtrap palasalarini vashi yo'q qilish kerak. Vashi bularni yo'q qilish kerak. Bu bo'lmagan narsa. Bo'lmagan narsa. Mana Rossiyaga borsam men bunaqa emas. 70-80 znakmi? 15-20 допустим. Bizadachi? Bizadachi? 60 znak 65 bo'lsa ham keladi. Допустим, greshnis qani? Sertifikat qani? O'sha qo'yilgan har bitta radari sertifikati kim ruxsat berdi? Nimaga ichki ishlar ruxsat berdi? Nimaga bunga qo'yib yuborildi? Hali uni 60-65 to'g'ri yozyaptimi? To'g'ri uryaptimi? Yo'q buni. Buni avtomatik bo'lib xalq nazorati deputatlar shartda borib tekshirish kerak. Qani 60 ga qo'yilgan necha ko'rsatyapti? 70 ga qo'yilgan necha ko'rsatyapti? Bu xalq nazorati tekshirish kerak, deputatlar tekshirish kerak. Mana shunaqa bo'lish kerak. Keyin qonunlar, har bitta qarorlar chiqayotganda deputatlarning muhokamasidan keyin o'tish kerak. Tuman deputatlarini, viloyat, oliy majlis, senat yo'q tepadan berishadi, pastdan qo'l qo'yib bunday qilib o'tkazib yuborasizlar. Ertaga shu deputatlar ham sizlar ota-onalar qoladi, o'zingizlar qolasizlar. Ertaga padaringga nag'lat, men ahmoqlik qilgan ekanman, o'zimni o'tirgan daraxtimni kesib qo'ygan ekanman. Mana endi o'sha xalqning kuniga tushdim deysizlar.
hozirgi deputatlarga men ko'zinglarni ochinglar. Har bitta qaror chiqayotganda xalqchil qarorlar chiqaringlar. Xalqchil, xalqqa ichiga kiringlar. Go'sht non yeyapsizmi onaxon, otaxon? 700 ming pensiyangiz, 800 ming pensiyangiz yetyaptimi bir oyga? 1,5 million, 2 million oyligingizga siz qanaqa qilib yashayapsiz? Go'sht yeyapsizmi? Xolodilnikka kirib ko'ringlar. Yashash sharoitini ko'ringlar. 200 limit yetyaptimi? Kommunal musorga yetyaptimi? Dori darmoningizga yetyaptimi? Otaxon, onaxon deb bir uyiga kirib menga o'xshab o'tiringlar. Deputat o'zi xalqqa ichiga kirib, xalqqa sharoitini o'rganib chiqib, muhokama qilgandan keyin qarorlar chiqish kerak. Qarorlarni hammasi xalqchil chiqish kerak. Xalqqa foydasiga chiqish kerak. Xalqqa noroziligini olib keladigan qarorlar chiqarib, sizlar prezidentni davlatni yomon ko'rsatyapsizlar. Men xohlardimki, deputatlar endi sal shijoatli bo'linglar, sal shaxs bo'linglar. O'sha tuman hokimi, viloyat hokimi yo bo'lmasa yuqoridan qanaqadir topshiriq bersa, xo'p bo'ladi deb yaraqlik qilib, ertaga o'zingizlarni bolalaringlar, nevaranglar, kelajaginglarni dabdala qilib qo'ysizlar. Ha, ota-onanglar qishloqda yashayotgandir. Ota-onanglar pensiyasi yetyaptimi deng. Hozirgi maylim lavozimdadirsilar, katta oila olayotgandirsizlar. Ertaga shu ishdan ham ketarsizlar, urlarsizlar, yo pora bilan tushararsizlar, yo bo'lmasa qarg'ish bilan, yo kasal bo'lib ketarsizlar. Xalqqa norozilik bo'lganlardan keyin kasal ham bo'lasizlar. Mana men xalqni o'ylaganim uchun har kuni davleniyamni tekshiraman. 120-80. Sahrimni tekshiraman 4-2. Sahrim ham yo'q. Davleniyam ham yo'q. 1964-yil 11-noyabrda tug'ilganman. Mana men bu kuchni qarang. Nimaga? Xalq duosini olaman. 7 ta yetim uylantirganman. 3 ta uysiz odamga uy olib berganman. Haligacha xayriya qilaman. Haligacha odamlarga yordam qilaman. Xalq uchun xalqqa haqqini talab qilib shu deputatligimdan talashganman. Yo suv narxini oshirmaylar. O 200 limitni qo'ymaylar. O radarni bekor qilinglar. O tonirovkani yo'q qilinglar. Kimdir puli bor dedim, issiqda tonirovkada yursa dedim, oddiy xalq optoda o'lib ketsinmi? Tonirovkani ham yo'q qilish, tekin qilish kerak tonirovkani. Radar, palasa shtraplanib hozir bo'shim yo'q qilish kerak. 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarning pensiyasini oshirish kerak. Mana hozir 3 million, 5 million olayotganlarga 10% oshdi. 3 million olayotganlarniki 310 mingga oshyapti. 5 million olganlarniki 500 mingga oshyapti. Bu yaxshi. Katta pensiya olayotgan, katta anaqa ularga juda yaxshi. 10% oshdi. 300 ming olayotganga 300 ming qo'shilyapti. 5 million pensiya olayotganga 500 ming qo'shilyapti. 700 mingga zo'ra yashayotgan, 800 mingga yashayotgan pensionerlarni 100% oshirish kerak. Kambag'al bo'lib qolmaydi davlatimiz. Budjetimiz kambag'al bo'lib qolmaydi. Nimaga? 500 ming, 5 million pensiya olayotganniki 500 ming qo'shilyaptimi? 3 kilo go'shtga yetyapti. Rahmat duomiz. Lekin 700 ming, 800 ming pensiya olayotganlarniki 10% oshsa 80 ming oshyapti. 1 kilo ham go'sht bermayapti bunga. Men taklifim 700 ming, 800 ming zo'rg'a butun umr pensiyagacha yoshiga kirib, dorisiga, go'shiga, kommunalniga, svet 200 limitiga yetmayotganlarga 700 ming, 800 ming zo'rg'a nafaqa pensiya olayotganlarga 100% pensiyasini oshirish kerak. 800 ming pensiya olayotganlarniki hatto 1 million 600 bo'lsin. Ana shunda adolat bo'ladi. Ana shunda davlatimizga, prezidentimizga yana ishonch, hurmat yana oshadi. Hech qanday kamayib qolmaydi. 5 million pensiya olayotganga 500 ming oshyapti. 3 kilo, 4 kilo go'sht beryapti. 700 mingga zo'rg'a kunini ko'rib go'sht yemayotgan, 200 limit gazini, svetini to'lamayotgan, dori darmoniga yetmayotgan pensionerlarniki 100% oshirishimiz kerak. Hech qatimiz kamayib qolmaydi. 700 ming olayotganlar pensiyalarniki 1 million 400 bo'lsin. 800 ming pensiya olayotganlarniki 100% oshsin, 1 million 600 bo'lsin. Mana bunda adolat bo'ladi. Mana haqiqat. Unda boygacha 60 million olayotganlarga 6 million qo'shilyapti, 100 million olayotganlarga 10 million qo'shilyapti. Boyib ketyapti, kambag'al yana unaqa deb bizning qarorni bajara olmaymiz. Ana shuning uchun prezidentimiz adolatli, haq, deputat jonli bo'lish kerak. Xalqqa haqqini talab qilish kerak. Xalq nimadan qiynalanyapti? Nimadan norozi bo'lyapti? Nimani prezidentimizga yetkazishimiz kerak? Deputat nima ish qilish kerak? Mana shu bilan shug'ullanish kerak.
Xalqchil bo'lish kerak. Xalqqa haqqini talab qiladigan deputatlar ishlash kerak. Fursatdan foydalanib mana jon kuydirib, o'zini yomon ko'rsatib ishlayotgan, xalqqa haqqini talab qilayotgan Rasul Qushurbayevga ming rahmat. Jahongir To'laganovga ming rahmat. Doniyor G'aniyevga ming rahmat. Olim Sulaymonovga ming rahmat. Feruza Jo'rabekovga ming rahmat. Yana anu faol blogerlardan Nasim Xolipovga ming rahmat. Otasiga, onasiga rahmat. Mana urushdan nechtasini olib kelyapmiz. Rossiyadan qiynalib qo'ygan, qamalib qo'ygan, pasportini yo'qotib qo'ygan o'sha vakolatxona yo boshqalar ishlash o'rniga biz o'shalarni qutqarib kelyapmiz. Biz qutqarib kelyapmiz. Biz o'sha mash O'zbekistonda o'tirib turib qamoqxonadan efir qilyapmiz. Onasi, otasi o'ldi, topa olmayman deganlarni qamoqxonadan topib beryapmiz. Izolyatordan topib qo'yamiz. Nimamish? Saxirovadan patentini olmagan uchun, ruxsatnomasini olmagan uchun qamayotganmiz. Rus tilini bilmagani uchun qo'l qo'ydirib urushga olib ketayotganmiz. Rus tilini bilmagani uchun oyligini ola olmayotgan bo'lsa, pasportini ola olmayotgan bo'lsa, 4 ta qog'ozga qo'l qo'ydirgani uchun 15 yilga qamalib ketayotgan bo'lsa. Telefonni topib olib, telefonda oldindan postavka qilib, narkotikka pul to'langan, pul o'tkazilgan, ichida bir 50 ming, 100 ming puli bilan o'sha telefonni tashlab ketishyapti, kartani tashlab ketishyapti, 10 yil, 15 yilga qamashyapti. 10 yil, 15 yilga ularning orqasidan hech kim so'ramagandan keyin O'zbekistondan na vakolatxona, na migratsiya agentligi bor, na advokatlar, na O'zbekiston davlati uni himoya qilmagandan keyin, o'zi kambag'allarning bolalari Rossiyaga boradi. Ularni qutqara olmagandan keyin ular majbur urushga ketishga majbur bo'ldi. Lekin urushga bormalaring. Urushga borsanglar O'zbekiston qonunlari bo'yicha 5 yil, 10 yilga qamalasizlar. Bizga taalluqli emas, Ukraina Rossiya urushi bizga taalluqli emas. Kutinglar, biz qutqargani boramiz. Mana bugun erta yana qamoqxonadan asossiz qamalib qolgan va 4 ta qog'ozga qo'l qo'ydirib, seni O'zbekistonga yuboramiz deb tarjimonlik qilayotgan o'zbeklar, advokatlar, ayrim xoinlar har bitta o'zbekni tutib bergani uchun 300 mingdan Rossiyadan pul olayotgan. Uni o'zini o'g'li ham qizi qamoqda ekan. O'g'ling, qizingni qamoqxonasiga narsasiga tashish uchun mana senga pul qilib beramiz. O'zbekistondan 50 ming, 100 ming talab bolalarni, qizlarni tutib bergin deyotgan ekan. Bechora bizani o'zbeklar til bilmaydi. Pul ishlagani borgan. Rus tilini bilmaydi. Soddaligidan foydalanib ano telefonni tashlab ketyapti. Birovni u telefonni olmaydi. Birovni telefonini olmaydi. Bu postavka. Birovni telefonini olsanglar, o'sha telefonda narkotik oldi savdosi, o'sha Telegramda yozuvlar, pul o'tkazmalari sizni qo'lingizda bormi? Siz o'sha 15 yilga qamalasiz. Sizni takasat qila olmaydi. O'sha uchun telefonni olmaylar, karta topasanglar olmaylar. Sizlarni bu 15 yil asossiz qamoqqa qamalishinglarga bu postavka, bu atigi nimaga? Askar yetishmayapti. Ukrainada ham, Rossiyada ham. Bizani bolalarimiz urushga borish uchun bormagan, u yoqqa ota-onasiga pul yuborish uchun borgan. Maqsadni to'g'ri qo'ydi. O'sha uchun bundan keyin tartibsiz, noqonuniy bormalaring. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi orqali xavfsiz, qonuniy, shartnoma asosida migratsiya agentligi orqali borsanglar, birinchidan 2000-3000 dollargacha olasizlar. Patentinglar tekin bo'ladi. Samolyot chiptanglar, vizanglar hammasini ish beruvchini bo'yniga qo'yamiz. Migratsiya agentligi orqali borgan odamlar vaqtida oyligini oladi. Qamalib qolmaydi, og'ir ahvolga tushib qolmaydi, pulsiz qolmaydi, kasal bo'lib qolsa tekinga olib keltiramiz. Xudo ko'rsatmasin, o'lib qolsa tekinga olib kelamiz. O'liklar olib ketyapti. O'liklarni olib kelish oldin yo'q edi. Mana prezidentimiz tufayli Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi endi bu bilan migratsiya shug'ullanadi. Toshkent viloyati hudud rahbari bor. Men Toshkent viloyatining hudud rahbariman. Toshkent viloyati bo'yicha menga murojaat qilaveringlar. Telefonim 93 535 73 36. Qoraqalpoq hudud rahbari bor menga o'xshagan. Samarqandniki, Andijonniki, butun O'zbekiston Respublika viloyat hudud rahbarlari bor. Samarqandda xuddi menga o'xshagan hudud rahbari bor. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi, men Toshkent viloyati hudud rahbari bo'lsam, Andijonda bor, Namanganda bor, o'sha Sirdaryo viloyatida bor, Buxoroda bor, Qoraqalpoqda bor, hamma yoqda bor. O'sha uchun hududiylarga qarab, o'sha migratsiya agentligi xuddi menga o'xshagan mana ijtimoiy tarmog'i bo'lsa, ijtimoiy tarmoq orqali efir beramiz.
qutqaramiz. Mana shu Olim Sulaymonov YouTube kanali o'zimizni platformani ochinglar deb bekorga aytmagan ekan. Prezidentimiz juda 100 yillar oldinlarda ko'rgan ekan. Lekin bu platforma yaxshiligi uchun ishlasin. Adolatli tanqid qilaylik, asosli tanqid qilaylik, lekin shaxsiy saniga tegmaylik. Men juda bosh vazirni tanqid qilaman, lekin shaxsiy saniga tegmayman. Hurmat qilaman bosh vazir. Ishlasa bosh vazirni ham hurmat qilaman. Toshkent viloyati hokimini tanqid qilaman, asosli, lekin Zoir Toyircham tanqid to'g'ri qabul qiladi. Lekin shaxslarga, sanlarga tegmayman. Bir pasda ertasiga borib yarashib olamiz, aka-uka bo'lib yuramiz. Nimagaki? Prezident bu siyosat. Prezidentimiz chet eldan, boshqa yoqdan bir tomonlama emas, o'zimizni platformani ochaylik. Ijtimoiy tarmoq bu juda katta qurol. Buni yaxshilikka ishlataylik. Maqsadni to'g'ri qo'yaylik. Shu yurt uchun, shu xalq uchun, shu qiynalib qolgan odamlarga yordam qilish uchun o'sha fuqaro, o'sha mahallaga, o'sha yurtga, o'sha prezident qarorining ijrosini ta'minlash uchun ishlasin bu YouTube kanali. Tanqid bo'lish kerak, asosli bo'lish kerak. Men ko'p tanqidiy maqolalarni chiqarmayman, nimagaki tuman hokimlari bilan meni aloqam bor, viloyat hokimlari bilan. O'sha viloyat hokimi Zoir Toyirchi bilan mana birgalikda ishlayapmiz. Ichki ishlar, davlat xavfsizligi bilan, prokuratura bilan birgalikda ishlayapmiz. Mana Chinoz tuman hokimi bilan yaxshi ishlayapman. Toshkent tuman hokimi bilan prokuror bilan yaxshi ishlayapman. Toshkent viloyati Chirchiq tuman hokimi Murod aka bilan yaxshi ishlayapman. Angren tuman, Ohangaron tuman hokimi bilan Akmal bilan juda zo'r ishlayapman. To'ra Bobolov bilan yaxshi ishlayapman, Oqqo'rg'on tuman hokimi bilan. Mana endi xudo xolasa Zaynobiddin aka bilan Bekobod bilan yaxshi ishlaymiz. Zaynobiddin aka ham mana Toshkent viloyati Bekobod tumani hokimi bo'ldilar. Hamma tuman hokimlari o'z telefonini berib qo'yish kerak. Telefon bu aloqa ishi sifatli, so'zsiz o'sha fuqarosiga yordam qilishga xizmat qiladi. Telefon bu tuman hokimi, viloyat hokimlari, mana Erkinjon Turdimov bilan har kuni gaplashaman, lekin bir marta ko'rmaganman. Ijtimoiy tarmoqda mana Erkinjon Turdimov telefonini berib qo'ygan. Samarqanddan muammoli mana shu migratsiya bo'yicha ish chiqib qoladimi, fuqarolar keladimi? Erkinjon hozir Turdimov hozir Sirdaryo viloyat hokimiyatiga o'tdilar. Haligacha gaplashib turaman. Lekin bir marta ko'rmaganman, oldilariga borib choy ham ichmaganman. Lekin telefonni 24 soat qilsam ko'taradilar. Lekin endi prezident selektorida yig'ilish o'tkazayotganlar olmaydilar, lekin qaytarib qo'yadilar. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Qo'shaqbayev ular ham telefonni ko'tarib turadi. Zoir Toyirch bilan telefonni ko'tarib turadi. Otasiga, onasiga rahmat. Chirchiq shahar hokimi Murod aka ko'tarib turadi. Chinoz tuman hokimi ko'tarib turadi. Bekobod tuman hokimi mana Zaynobiddin aka ko'tarib turadi. Oqqo'rg'on tuman To'ra Bobolov ko'tarib turadi. Yaxshi. Mana hozir Qibray tuman hokimi ham ko'tarib turibdi telefonni. Bu nimaga? O sizlarni yeb qo'ymayman. Fuqaroni boshiga ish tushdimi? Birgalikda shuni qutqarishimiz kerak. Prezident farmoyishida shundoq degan. O seni bolang shu yerda, ota-onang, aka-ukang shu yerda qanaqa o'qiysan deyaptilar. Toshkent viloyat tashriflarida ham aytdilar. Oy, aloqa telefon ishlab tursin. Telefon garajchiligini ishlab tursin. Bu sizlarni yeb qo'ymaydi. Birgalikda ishlab, mana o'sha chet elda qiynalib qolganlarni, kasal bo'lib qolganlarni qaytarib olib kelamiz. Kimni rahmat bo'ldi? Viloyat hokimi Zoir Toyirchga rahmat bo'ldi. O'sha tuman ishlayotgan tuman hokimiga, prezidentimizga rahmat bo'ldi va Toshkent viloyat migratsiya agentligi rahbari Olim Sulaymonovga va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi migratsiya agentligi Bekzod Anvarga rahmat bo'ldi. Matlab akaga rahmat bo'ldi. Nimaga? O'sha odamlarning og'irini yengil qo'yamiz. Telefonni ko'tarish kerak. Telefonni ishlatish kerak. Telefonni yaxshilikka ishlatish kerak. O'sha uchun ayrim telefonni olmayotgan tuman hokimlarini men tanqid qilaman, to'g'ri tanqid qilaman. Lekin xafa bo'lmalaring. Nimagaki orqada prezidentimizning qarorini bajarishyapti. Meni maqsadim shu lavozimga keldimmi? Shu lavozimda xalqimga yordam qilish uchun, bandligini ta'minlash uchun, ishsizlikni yo'q qilish uchun, prezident qarorini so'zsiz bajarish uchun kelganman. Ana shu uchun meni tanqidimdan, mendan qo'rqmalaring. Men mana ichki ishlar bilan birgalikda ishlayapman. Davlat xavfsizligi bilan, prokuratura bilan, mana tuman hokimlari bilan, viloyat hokimi bilan ishlayapman. Hech kim kamayib qo'yotgani yo'q. Olim aka, siz yomon odamdirsiz, lekin zo'r odam ekansiz deb. Qilgan ishlaringizni ko'rib tan beryapmiz. Migratsiyani butun dunyoga tanitib qo'ydingiz. Toshkent viloyati birinchi o'rinda dedi.
Mana Olim Sulaymonov YouTube kanalida 300 mingdan oshdi. Ikkinchi lotinchada Olim Sulaymonov Live YouTube kanalim 228 mingta bo'ldi. Toshkent viloyatiga 2024-yil 13-avgustda ishga kirgan bo'lsam, Toshkent viloyati migratsiya agentligi 3-YouTube kanalim mana 27 mingdan oshdi. Olim Sulaymonov Telegram kanalim 2 mingdan oshdi. Toshkent viloyati migratsiya agentligi Telegram kanaligim 500 dan oshdi. Mana Telegram kanali nima uchun ishlash kerak? YouTube kanali nima uchun ishlash kerak? Prezidentimiz aytgandek, o'zimizni platformani yaratamiz. Ijtimoiy tarmoq katta qurol. Prezidentimiz 100 yil oldindan ko'rgan ekanlar. Bu ijtimoiy tarmoq jurnalist, blogerlar, deputatlar gapirsin deyapti. Adolatli gapirsin deyapti. Tanqid qilsin, adolatli tanqid qilsin deyapti. Tanqid qilsin. Mana shu yurt uchun, mahalla uchun, xalqimiz uchun shu ishlasin. Prezident qarorining ijrosini ta'minlash uchun ishlasin deyapti. Ani g'aflat uyqusizligini uyg'otish uchun ishlasin deyaptilar. Imkon qadar mana ertaga ham, indinga ham chiqish qilaman. Har kuni mana shu Olim Sulaymonov YouTube kanali prezidentimiz bu katta qurolni berib qo'ydi. Faqat yaxshilikka ishlaylik. Asosli tanqidlar xafa bo'lmaydi. Tanqid bu kelajak mevasi. Ana shuning uchun men doim mana bosh vazirni tanqid qilaman. Abdulla Oripov xafa bo'lmaydilar. Nimagaki orqada prezident siyosatini talab qilyapti Olim aka. Vatanparvarlar Olim aka deydi. Patriotlar deydi. Ana shuning uchun menga hech kim hech narsa qila olmaydi. Senatni mana agar tanqid qilaman, Tanzila Narboyeva bilan uchrashgandan keyin ertasiga maktab chiqaman. Bosh vazir bilan kelishib olgandan keyin bosh vazir Abdulla Oripov maktab chiqaman. Zoir Toyirich bilan telefonda gaplashib kelishib olgandan keyin Zoir Toyirich maktab chiqaman. Nimaga? Maqsadim to'g'ri meni. Maqsadim men aniq. Xalqni rozi qilish, xalqi haqqini talab qilish, xalqni rozi qilish, shu tuman, viloyat, mahalladagi aholini rozi qilish. Ab shuni rozi qilsak, shu tuman hokimini ham obro'ga oshadi, viloyat hokimini ham obro'ga oshadi, prezidentimizga, davlatimizga, senatga, bosh vazirga kelajakka yana ishonch oshadi. Mana shuning uchun xizmat qilsin. Ana shuning uchun ishlash kerak. Ijtimoiy tarmoq mana shuning uchun ishlash kerak. Maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Va hozirgi kunda o'g'lim bilan men 3-kurs prezidentimiz ochgan jurnalistika universitetini 3-kurs men talabasiman, o'qiyapman, ham ishlayapman. Yana o'qiyman. Hozir prezident administratsiyasida ham o'qiyman. Prezident akademiyasida ham o'qiyman. Zoir Toyirchi tavsiyasi bilan xudo xolasa hozir jurnalistika universitetidan diplomlar olganimdan keyin xudo xolasa Zoir Toyirchdan tavsiya olib, xudo xolasa prezident akademiyasida o'g'lim bilan o'qiyman. Hali 100 yoshgacha men hali baqbotman. Sog'lig'im zo'r. Sog'lig'im nimaga zo'r? Xalqqa yaxshilik qilganim uchun, niyatim to'g'riligi uchun, ko'nglim tozaligi uchun, vatanparvarligim uchun va xalqimga yordam qilganim uchun, savob bo'lganim uchun. Biza shu kungacha 7 ta yetim uylantirganman men o'zim. 3 ta uysiz odamga uy olib berganman. Mana ani migratsiyada ishlaganimda ham o'zimni oyligimdan $500 jo'natib O'zbekistonga olib keltirdim Toshkent viloyati fuqarosini. Yana minglab odamlarga yordam qildim. Mana shundoq ishlash kerak. Oylik olman, o'sha xizmat mashinamni Toshkent viloyatida 3 milliondan oshiq aholisi bor. O'zimni xodimlarimga berdim. Xodimlarim Qibraydan, Maksim Gorkiydan qatnaydi. Hech qanaqa Toshkent viloyati hudud rahbari ishchilariga mashinasini berib qo'ymagan. Men xizmat mashinamni o'sha natijaga erishish uchun, prezident qarorining ijrosini ta'minlash uchun, oldimga qo'yilgan vazifalarga erishish uchun 22 ta tuman hokimiga borib, o'sha fuqarolarni ishlik qilish uchun o'zimni ishchilarimga Toshkent viloyati migratsiya agentligidan o'sha hudud rahbariga berilgan mashinani o'zimni xodimlarimga berib qo'ydim. Mashinada yuringlar. Kunutun ishlashimiz uchun o'sha 3 ta xodimimga berib qo'ydim. Mana mashinada borib kelib, Nurafshonga borib qatnaysizlar. Qibraydan Nurafshonga qatnashgacha vaqtinglar ketadi. Qishda sovuqda qiynalib turmanglar. Marshrutka avtobusda yurmanglar deb hudud rahbari menga berilgan xizmat mashinasini xodimlarimga berdim. Nimaga? Xalqqa xizmat qilish uchun. Xalqni rozi qilish uchun. Fuqarolarni ish bilan ta'minlash uchun.
chet elda ishlash istagi borlarni qonuniy, xavfsiz, shartnoma asosida migratsiya agentligi orqali aeroportdan kuzatish, jo'natish va natijaga erishish uchun prezident qarorining ijrosini ta'minlash uchun hudud rahbari menga berilgan xizmat mashinasini ishchilarimga berib qo'ydi. O'zim Kobaltimga 500 mingdan kuniga benzin quyib, har kuni oyligimni ishlatib, Nurafshonga qatnayman, migratsiya agentligiga qatnayman, aeroportdan chet elga ishga jo'natayotganlarni efir qilaman. Keyin chet elga ketayotganlarni samolyotda hammasini faktiski videoga olaman. Bu garant. Har bitta ketayotganni rasmi, videosi, fakti, shartnomasi bor. Orqasida ilova fakti bor. Men buni prezidentga dalashtirib, Olam Sulaymonov kanaliga qo'yib boraman. Rossiyaga jo'natamizmi, Koreyaga jo'natamizmi? Mana Rossiyaga aeroportdan jo'natyapmiz. Bileti tekin, patenti tekin, 3 mahal ovqati ishga jo'natyapmiz. Biz garovini olamiz. Toshkent viloyati migratsiya agentligi hudud rahbari Respublika migratsiya agentligi orqali jo'natyapmizmi? Shartnomasi bor. Samolyot chiptasi bor. Orqasida dalili bor. Mingta jo'natsak, mingta jo'natdim deyman. Bitta jo'natsak, bitta jo'natdik deb davlatimizni ham, prezidentimizni ham, viloyat hokimini ham aldashga va xalqini aldashga yo'l qo'ymayman. Ana endi bu yog'iga hozir menda o'pitam bor, tajribam bor, migratsiyaning ichiga kirdim. Nima kamchiliklari bor? Nima yana qilishimiz kerak? Nima qilsak yana xalqni rozi qilamiz? Yana nima migrantlarga yordam qilaylik? Yana qanaqa vazifalarni migratsiya bajarish kerak deb taklif anaqalar bilan bundan ham so'rashlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Har bitta lavozimda o'tirganlar, prezidentimizdan lavozim olganlar, oylik olayotganlar birinchi o'chit qarorni o'qinglar. Prezident qarorini o'qinglar. Prezident qarorining ijrosini ta'minlanglar. Xalqni rozi qilinglar va xalqchil qarorlar chiqaringlar. Imkon qadar kommentariy yozinglar. Bugun ham ertaga. Mana qarang. Savob ish qilsanglar, birinchidan qarimaysizlar. Ikkinchidan kasal bo'lmaysizlar. Meni ota-onam Sulaymon otam 115 dan ochgan. Meni dodam Sulaymon otam ham yetim yesirlarni uylantirganlar, uyi yonib ketganlarga tekinga uylar qurib berganlar, pullar berganlar, oyjuvozlari bo'lardi, ho'kizlari bor edi. Butun mana shu Qipchoq, Qiziltuv bizning qonimizda Qirg'iz, Qozoq, O'zbek qoni bor. Mana shu Qipchoqda Qirg'izlar, Qozoqlar, O'zbeklar hammasi biladi, tojiklar, ruslar hammasi biladi. Sulaymon va благодаря Sulaymon otam biz ocharchilikdan chiqqanmiz dedi. Oyjuvozlari bor edi, ho'kizlari bor edi. Butun mana shu uchun 115 ga chiqdilar. Mana shu menga o'tgan. Mana 3 ta 7 ta yetim uylantirdik. 3 ta uysiz uylarga uy olib berdik. Men o'zim topgan o'sha tadbirkorlik faoliyatimdan, o'zimning pulimdan 3 ta uysizlarga uy olib berdim. 7 ta yetim uylantirdim. Mana migratsiyaga ham kirib, mana o'zimni yonimdan ishlatib shu xalqqa yordam qilyapman. O'sha uchun baraka bo'ladi, sog'lig'ingiz bo'ladi. Mana davlenam yo'q. 120 ga 80. Shu yoshda hech qachon ben davlena bo'lmayman. 120 ga 80. Bu kosmonavtlarniki. Sahirimni har oyda tekshiraman. To'rik, sahir boshim yo'q. Ko'zim yaxshi ko'radi. Mana qarang, 60 ga chiqqanman, hammasini o'qiyman. Hali kommentariyalargacha o'qiyman. Men oxirgi hozir kommentariyani o'qiyman. Mana aka Rossiyadagilar bo'yicha deyapman. Men uzoqda turibda shuni ham o'qiyman. O'sha uchun savobli ish qilinglar. Gunoh ish qilmanglar, fitna qilmanglar. Poraxo'rlik qilmanglar, xalqqa shilmanglar, prezidentni aldamanglar, xalqqa aldamanglar. Doim xalqchil qaror chiqaringlar. Xalqni rozi qilinglar. Xalq rozi bo'lsa, prezidentga, davlatga yana ishonch oshadi. Ertaga sizlarni bolalaringlar ham shu chiqargan qarorga ertaga to'qnash keladi. Ota-onanglar to'qnash keladi. Hozirgi tuman deputatlari, viloyat deputatlari, Oliy Majlis deputatlari, Senat, Qonunchilik palata, bosh vazir hammanglar mas'ulsizlar. Prezidentga qarorni olib kirayotganda xalqchil qarorni olib kiringlar. Xalqqa g'azabini keltiradigan, xalqqa oxirgi terisini ishlatadigan, 200 limit qilib bor yo'g'ini yo'q qiladigan, butun umr ishlab 700 ming, 800 ming pensiyasiga yetmayapti, 200 limit qilsanglar, radar qilsanglar, jarimalarni balon qilsanglar, bu nima bo'ladi? Suv oshirsangiz, go'sht oshirsanglar, bu ertaga nima degan narsa bu? Ertaga sizlar ham qaraysizlar, lavozimdan ketasizlar. Ertaga shu oddiy xalqqa kuniga tushasizlar, keyin aytasizlar, "Oh, attang, men juda katta xato qildim." Bugun shu xato to'g'rilaylik.
o'zi xalq vakili, xalq deputatlari xalqchil qarorlar chiqaringlar. 200 limitni bekor qilinglar. Radar ishtiroblarni bekor qilinglar. Tonirovkani tekin qilinglar. Oylik pensiyalarni oshiringlar. Xalq rozi bo'lsin. Xalqqa yashash oyligi yetsin oyidan oyiga. O'sha qizini uzatmoqchi bo'lsa, o'g'lini uylantirmoqchi, to'y qilmoqchi bo'lsa, shularga yetsin. Butun umr qul bo'lib ishlasada, pensiyaga chiqsada 700 ming. Keyin yana pensiya masalasi bo'yicha yana bir qaror qo'yayotgan ekansizlar. Men bunga rozi emasman. Prezidentimiz ham bunga qo'l qo'ymasizlar. Butun umr pensiyaga chiqsada, Rossiyaga havasi yoqmagani uchun, yo'lmasa o'g'li qizi u yoqda bo'lsa, yo Turkiyada yo Rossiyada bo'lsa, puli 700 ming, 800 ming pensiyasi yetmasdan o'sha pensioner ozgina o'g'limga qarashiga o'zim ozgina pul topib deb 3 oygacha kelmasa, pensiya taqataq to'xtatiladi deg'sizlar. Baraka topinglar. Pensiyaga qat'iy tegmanglar. Bola pulini yo'q qildinglar. Bola pulini ham yana beringlar. Bola puli xolodilnigi bo'ladimi, mashinasi bo'ladimi, ona tug'dimi, u bolani puli, u kashasini puli, u sutini puli. Bola pulini joyiga qo'yib qo'yinglar. Bola puli shu mahallagacha to'langanmi, bu yog'iga ham bola pulini to'laydigan qilib qo'yinglar. Pensioner xohlasin, butun umr ishladi. Pensiyaga chiqdi. Shu 3 millionmi, 1 millionmi pensiya olyapti degan. 3 oygacha Rossiyaga kelmasa pensiyasi to'xtatiladi deb qanaqa qarorlarga prezidentga qo'l qo'ydiryapsiz? Nimaga prezidentni yomon ko'rsatyapsizlar? Butun umr men ishlasamda yo siz ishlasangizda bolalaringiz Rossiyada ishlayapti, Amerikada ishlayapti, Germaniyada ishlayapti, yo Rossiyada ishlayapti. Siz o'sha bolalaringiz sizni oq yuvib, oq tarasa, sizni kasal bo'lsangiz qaratayotgan bo'lsa, oldida olib o'tirgan bo'lsa, nevaralarining yoniga o'tirgan bo'lsa, Rossiyaga 3 oyga ketgan bo'lsa, 3 oydan keyin kelmasa pensiyasini to'xtataman desa, bu qarorga qo'l qo'ymalaring. Buni bekor qillaring. Butun umr pensiyaga chiqdimmi, Koreyaga ketdimmi, Amerikaga ketdim, bolasini yoniga ketdim, qizini yoniga ketdim, Rossiyada butun umr qolib ketadimi, pensiyasini to'laylar. Pensiyasini bu to'xtatishga bu qarori qilib, yana xalqqa noroziligini, buni sizlar qarori olib borib qo'l qo'ydiryapsizlar-da, prezidentni yomon ko'rsatyapsizlar. Butun umr pensiyada ishlagan pensionerlar Qozog'istonga ko'chib ketadimi, Rossiyaga ko'chib ketadimi, bolasini yonida turadimi, qizini yonida turadimi, nevarasini yonida turadimi, yo borib yerda pensiyasi yetmagandan ishlaydimi? Nima qilasizlar? 3 oygacha qaytib kelmasa pensiyasini bekor qilamiz, to'xtatamiz deyapsiz. Bu qanaqa qarorlar chiqyapsiz? Jinnicha qarorlar chiqaryapsizlar. Bu qarorni nimaga prezidentga qo'l qo'ydiryapsizlar? Nimaga prezidentimizni yomon ko'rsatyapsizlar? Bu qarorga prezidentimiz qo'l qo'ymaydi. Va tuman, viloyat, Oliy Majlis deputatlari, Senat, Qonunchilik palata bu qarorni bekor qilinglar. Sharmanda bo'lmalaringni. Bunaqa har bitta chiqargan qaroringlar bu davlatning prezidentning yuzi. Davlatni prezidentni yomon ko'rsatyapsizlar. Shunaqa qarorlar chiqaringlarki, prezidentimizni to'g'ri qilsin. Prezidentimizga jonini bersin, vatanparvar bo'lsin. Bu ota-onasini butun bir ishlatib, o'sha nevaralari ham, o'g'illari ham aytadi-da, ota dedi, pensiyangizdan mahrum qildimmi? Men Rossiyada ishlayapman. O'zbekistonda ish joyi yo'q. Men Rossiyadan ko'proq pul topyapman, qurilishda ishlayapman, haydovchi bo'lib ishlayapman. Siz ko'z yonimda bo'ling, nevaram keliningizga qarab o'tiring. Sizni sog'lig'ingizni qaratganimdan o'zim Rossiyaga olib kelib kvartira snimat qilsam, sizga временный propiska qilsam, patentini olib bersam, siz o'sha yerda yashash uchun ruxsatnoma olsam deb pensiyangiz o'yingizga yetmayapti deb yetmaganimdan men sizni boqiy deb Rossiyaga chaqirsam, sizni pensiyangizni mahrum qilsa, bu davlatga, prezidentga sizlar prezidentni yomon ko'rsatyapsizlar. Xalqqa noroziligini olib kelyapsizlar. Har bitta aqlsiz chiqargan qaroringlar xalqqa noroziligini olib kelyapti. Men xohlardimki, butun umr ishladimi, pensiyaga chiqdimi, o'g'li Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, qizi Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, nevaralari u yoqda bo'lsa, pensiyaga chiqdimi, xohlasin, dunyo ko'rsin, o'g'lini yoniga borsin, yillab o'sha Rossiyada qolib ketsin, Koreyada, Turkiyada qolib ketsin. Nimaga u 3 oy ichida kelmasa, qaytib kelmasa pensiyasi to'xtatiladi. Bu nima degan? Bu nima muttahamlik? Bu qanaqa jinnicha qarorlarni chiqaryapsizlar? Deputatlar, senatda, qonunchilik palatda bosh vazir nimaga o'tkazib yuboryapsizlar buni? Har bitta chiqqan qarorga sizlarni qo'linglar bilan qilinyapti-da, prezidentni yomon ko'rsatyapsizlar. Har bitta noqonuniy
xalqqa qarshi, xalqqa g'azabini keltiradigan, xalqqa oxirgi terisini shirib oladigan qarorni chiqarib qo'ydirib olsizlar-da, bunga prezident farmoyish qilib qo'ydi deb prezidentni yomon ko'rsatyapsiz. Sizlar o'zi yomonsizlar. Sizlar g'aflat uyqusidilar. Sizlar xalqning noroziligini olib kelasiz. Sizlar prezidentni dushmanisizlar. Sizlar prezidentni yomon ko'rsatyapsiz. Ana shuning uchun men aytardimki, har bitta qaror chiqarayotganda, u tuman deputatlari, viloyat, oliy majlis deputati, senat, qonunchilik palatiga shaxs bo'linglar. Shu oilani uyga kiringlar, sharoitini o'rganinglar. Butun umr pensiya yoshigacha ishlasadi, pensiyasini olsadi, o'g'lini yoniga pul yetmaganidan yetib borsa, o'sha sog'inib o'g'li ishlasa, kelini ishlasa, qizi ishlasa, oila u yoqda bo'lsa-da, nevarasini sog'inib ota pensiyaga chiqqan ota-ona borsa-da, 3 oygacha Rossiyadan qaytib kelmasa pensiyasini to'xtatish degan qaroringlar bu ahmoqona, bekor qilinglar. Umrbod o'sha Rossiyada qolib ketadim, Koreyada qolib ketadim, bolasini yonida qarovli bo'lib, o'sha e'tiborda ota-onasi o'sha yerda bo'ladimi? Pensiyasiga tegmanglar. Pensiyadan endi pensiyaga yopishyapsizlar. Bu qip-qizil muttahamlik, bola pulini yo'q qilsanglar. Butun umr pensiya yoshigacha ishlab, pensiyasini olayotgan odamlarni pensiyasidan mahrum qilsanglar, bu qanaqa bu? Bu anaqa. O'sha uchun men aytardimki, deputatlar faol bo'linglar, vijdonli bo'linglar, insofli bo'linglar, diyonatli bo'linglar. Sizlarni xalq saylagan. Ertaga xalq o'zivat qilishga ham haqqi bor. Agar men xalqimdan iltimos qilaman, tumanda saylagan mahalla raisi agar xalqchil, haqqini talab qilmayaptimi mahalla raisi, uni ham o'zi qilib olib tashlashga haqqinglar bor. Tuman deputatlarini, viloyat deputatlarini, oliy majlis deputatlari, senatda ham, bosh vaziri ham agar xalqchil qaror chiqarmasa, xalqqa qarshi qaror chiqarsa, ularni ham o'zib olishga haqqimiz bor. Tuman hokimini ham, viloyat hokimini ham deputatlar hokimlikdan, tuman hokimidan yetish vakolati bor. Shunaqa vakolatlardan foydalaninglar. Ana shuning uchun ishlamayotgan deputat, g'aflat uyqusidagi deputatlarni mahalladagilar chaqirib olib, ularni bir marta, ikki marta ogohlantirib, shu xalqchil chiqarmagan qaror uchun, xalqqa qarshi chiqarib qarorlarni chiqarib, shunga qo'l ko'tarib o'rgani uchun u deputatlarni deputatlik maqomidan yetishga aholiga, xalqqa shunaqa vakolat berilgan. Keyin ularning o'rniga mana Jahongir To'laganovga o'xshagan deputatlarni saylaydi, Rasul Qushurbayevga o'xshaganni saylaydi, Doniyor G'aniyevga o'xshagan, Olim Sulaymonovga o'xshaydigan, Feruza Jo'rabekovga o'xshaydigan deputatlar saylasak, biz xalqqa haqqini qo'lab berib talab qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma like bosib, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Kommentariy yozinglar, minglab kommentariy yozinglar. Buni prezidentimiz o'qiyapti, ko'ryapti va shunga ko'ra qarorlar chiqaryaptilar. Prezidentimiz aytayaptilar, o'zimizni kontentni yarataylik deyaptilar. O'zimizni kontent juda bilib gapirgan ekanlar. Tanqid bo'lsin, asosli bo'lsin. Xalq tinchligi uchun, shu mahalla uchun, yurt uchun, shu prezident qarorining ijrosini ta'minlash uchun xizmat qilsin. Hamma imkon qadar like bosib, kommentariy yozinglar, izohlar yozinglar. Ertaga shu izohlardan, kommentariyalarga qarab, yana ertaga savol-javoblar qilamiz. Rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat.